Korporativ madaniyatni boshlamasdan turib, ERP tizimini o'rnatish qanchalik effektiv bo'ladi? Xodimlar ketib qolishni bir 10-15% korxonadan xodim ketib qoldi, ish tashlash qilib. 15 ta xodim. 15%. Endi biz nimaga erishdik? O'sha 15 ta ketgan xodim bo'lsa ham biz kunlik sonimiz o'zgarmadi. Yurayotgan yo'lingizni svet yoqib ko'rilmayotgan bo'lsa, qayerga yurishingiz noma'lum. O'sha narsani ko'rishingiz uchun ham sizga qo'lingizda raqam bo'lishi kerak. Raqamni ko'rmadingizmi, demak, hozircha yaxshi yuribsiz. Ko'p korxonalar aylanma mablag' uchun kredit olmoqchi bo'ladi. Aylanma mablag'da juda ham katta ehtiyoj bor ko'p korxonalarda. Значит, biz aytsak bo'ladi, uvereni aylanma mablag' kerakmi? Значит, ERP'ni o'rnatib ko'ringlar. Bugun biz tizimlashtirish haqida 8 yildan buyon sabr bilan bu murakkab bo'lsa-da juda ham aktual bo'lgan yangi tushunchani bizning to'qimachilik sohamizga joriy etib kelayotgan mutaxassislar bilan suhbatlashamiz. Bugun studiyamizda Appoint asoschilari, Appoint biznesni to'liq raqamlashtirib, tizimlashtirib berayotgan ERP yechim. Bugun studiyamizda Bahriyev Azamat aka va Axunov Zuhriddin aka bilan suhbatlashamiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Azamat aka, bu sohaga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Nima uchun ERP tizimini joriy etishi ideyasi kelgan? Nimadan kelgan? Hop, bu 2018-yilga to'g'ri keladimi? 2018-yilda biz tekstil korxonada ishlaganmiz. O'sha tekstil korxonada ishlayotgan jarayonimizda bizga o'sha raqamlashtirish kerak bo'lgan va bir nechta ERP tizimlarini ishlatib ko'rganmiz. Endi balkim biz moslasha olmagandirmiz, o'shanda bizga yoqmagan va o'zimiz programma yozdirishga majbur bo'lganmiz. O'sha programma yozishga majbur bo'lgandan keyin o'zimiz yozib juda kirishib ketib qoldik va shu sohaga o'tib ketib qoldik. Bu 8 yildan oshiqroq vaqt to'g'ri keladi. O'rganishim bo'yicha faqat tekstil korxonalar emas, portfolioda oyoq kiyim ishlab chiqaruvchilari, qandolat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilari, даже bu spiskada Kun.uz ham bor ekan. Nimaga hozirgi kunda tekstil korxonalariga ko'proq urg'u berib kelyapsizlar? O'zi 8 yil oldin chiqqan bo'lsak, bozorga kirib kelishimiz oxirgi 5 yillikda to'g'ri keladi. Chunki biz 8 yildan oldin ishni boshlagan bo'lsak, ERP tizimni qilgandan keyin birinchi sotuv klientimiz bo'lgan. Bitta korxonaga sotganimizdan keyin ko'rdikki, biz faqat o'zimizga moslab qo'yganmiz. Bu boshqa korxonaga to'g'ri kelmayapti. Keyin nima bo'ldi? Biz o'sha 3 yil davomida ikkita korxonani o'sha gibkit tizim qilish, ya'ni hamma korxonaga borganda xohlagan korxonada terib chiqadigan tizim qilish uchun 3 yil vaqt sarflaganmiz. Shuni evaziga biz hozir soha tanlamaymiz, lekin programmamiz soha tanlamaydi deylik, lekin o'zimiz tekstilni yaxshiroq bilganimiz va yaxshiroq yechim berganimiz uchun tekstil sohasida ko'proq urg'u berib kelyapmiz oxirgi yillarda. Zuhriddin aka, mana shu har xil soha vakillari bilan ko'p переговорda bo'lasiz, bilaman. Juda ham aktivsiz sohamizda. Ammo bizani to'qimachilik sohamizdagi boshliqlarni deymizmi, asoschilarni deymizmi, mindseti bilan fikrlashi bilan boshqa sohalarni nima farqli jihati bor deb o'ylaysiz? Endi bu sohada, ya'ni trikotaj yo'nalishida asosan mayda ish bo'lgani uchun, ya'ni производство mayda bo'lgani uchun ko'p ish chiqaruvchilar, ishlab chiqarish boshliqlari o'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lib, ya'ni ortiqcha vaqt sarflashga, masalan, boshqa yo'nalish bo'yicha ilm olishga yoki boshqa kurslarga borishga ortiqcha vaqt sarflashmaydi. Chunki ko'pchiligi tekstilni ichidan chiqib kelganda o'zlari bitta mashinka olib, tikib yoki o'zlari dazmollab kelgan odamlar ko'pchiligi o'sha biz asosan segmentimiz o'rta va kichik biznes deb hisoblaydigan bo'lsak, ularni ko'pchiligida o'zlari shu sohani ichida, shu korxonani ichida ishlab, bitta ikkita odam bilan keyin 300 ta 400 ta xodimgacha olib chiqishgan.
Shuning uchun hamma narsani ichidan bilishadi, lekin o'sha aytganingizdek mindset o'sha ichkarida. Ya'ni hali globalga chiqishmagani uchun ilm olishni hozir yaxshi, ancha mentorlarimiz bor, ustozlar ancha bilim berishyapti, qiziqtira olishyapti va ularni chaqirishyapti deb o'ylayman. Уже ko'p vebinarlarga, seminarlarga o'sha qatnashishni Boshlashgan, ilm olishadi, vebinardan borishadi shu olgan bilimni shu top menejerlari bilan, xodimlar bilan bo'lishish uchun vaqt kerak. Unga yana ishlab chiqarishga kirib ketaveradi. Bu ERP tizimimiz qanchalik darajada o'sha ta'sischini deylik vaqtini ajratib beradi, o'sha strategik ishlar uchun qancha vaqt tejash imkoniyatini beradi? Bu yerda bizni fikrimizcha ERP emasda, ya'ni tizimlashtirish, korxonani to'g'ri tizimlashtirasak, agar 80% korxonani to'g'ri tizimlashtirganimiz bo'ladi va o'sha tizim to'g'ri yurishi uchun nazoratga raqamlashtirish ERP qo'yiladi, programma qo'yiladi. Agarda korxona to'g'ri tizimlashtirishi, to'g'ri joriy qila olsa, ularga ERP qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar tushib ketaveradi. Chunki tizim to'g'ri bo'lishi kerak. Agar tizimni to'g'ri joriy qila olmasak korxonada, unda nima deydi, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan tizim ERP olib kelinsa ham, u yurish ehtimoli juda ham past. Yurishi mumkin 3 oy, 6 oy, undan keyin baribir qulaydi. Bu to'g'risida men ham ko'p gapiraman, chunki korporativ madaniyat shakllantirish bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun o'sha deylik 1S bor, boshqa tizimlar bor. Xuddi 1Sni buxgaltersiz ishlatayotgandek jarayonda, agar korporativ madaniyat bo'lmasa, tizimlashtirish bo'lmasa. Lekin baribir sizni klientlaringiz murojaat qilganida, ularda ko'rsangiz, boshida yo'q, tizim yo'q, masalan, qanaqadir struktura yo'q. Bitta xodimni o'zi gohida ko'p payt ko'ramiz, ta'sischini o'zi ko'p funksiyalarni o'zlari bajarishadi. Shu holatda korporativ madaniyatni boshlamasdan turib ERP tizimini o'rnatish qanchalik effektiv bo'ladi? Yokida sizlar o'sha yechimini berasizlarmi boshidanoq? Yo'q, bu nolga teng desak ham bo'ladi, chunki korporativ madaniyat, tizim, onboarding bular hammasi bitta, negizi bitta hammasini. Chunki biz hozir kim nimaga javob berishini va nima ish qilishini har bittasini punktma-punkt raqamlashtirib yozib bermaydigan bo'lsak, uni tizimni foydasi yo'q. Chunki tizim bu Excel bo'ladimi, deylik, daftar bo'ladimi, ERP tizim bo'ladimi, eng zo'r ERP tizim bo'ladimi, u narsani tizim bo'lmasa ishlatib bo'lmaydi. ERP qo'yishdan oldin albatta tizim bo'lishi kerak va shu tizimga moslanib programmani to'g'rilanadi. Ya'ni hamma 1, 2, 3 nima ish qilishi aniq, javobgar shaxslar aniq. Endi programma qo'ydik, mana bu ishlarni qilish kerak. Kim desa, уже bizda korporativ madaniyat tayyor. Mana bu ishlarga mana bu shaxs javobgar. Bo'ldi, shu odamni demak biriktiramiz degan narsa bo'ldi. Bu tizimlashtirish bizning eng og'riqli nuqtamiz. O'sha siz aytgandek korporativ kultura bo'lmasa, uni tuzamiz, tizimlashtiramiz. Agar yo'q, biz tizimlashmasdan programma qo'yamiz deydigan bo'lsa, yo'q, programma qo'ymaymiz. Chunki yurmaydi. Biz tatbiq qilish, programmani tatbiq qilish jarayonida ham bizni ko'p vaqtimiz, ya'ni asosiy belgilagan vaqtimizning ko'p qismi tizimlashtirishga ketadi. Programmani qo'yishga ko'p vaqt ketmaydi. Programma unaqa qiyin emas, asosiysi tizimni to'g'rilab olish. Shu tizimga shu xodimlarni o'rgatish. Shunga hayron qolaman-da, bizada masalan programmani ERPni joriy etdim degani o'zi bu juda ham murakkab narsa. Texnik adaptatsiyasi ham murakkab narsa. Ammo bu tomonda tizimlashtirishdan boshlanayotgandan keyin o'zi chet elda tizimlashtirishi o'zi bitta katta yo'nalish. U programmani bo'lmasa ham o'sha strukturani, HR, korporativ kulturani qilib berish ham juda ham qimmat va juda vaqt ko'p oladigan nima. Hozir tushunishim bo'yicha bu usluga, ya'ni bu yordaminglar bu как bonus ketyapti. Yangi programma bo'lgani uchun. Shunaqa.
chunki biz boshida qilib ko'rdik korxonalarga juda tez tizimni qo'ymasdan programmani o'rgatib kimni ish qilishini o'rgatib chiqib ketdik. Ko'p negativlarga ham sabab bo'ldi bu narsa. Nimaga deganda ularni kutuvi boshqa bo'lgan. Programma qo'ysam hamma narsa zo'r bo'lib ketadi degan narsa bor. Yo'q, biz robot qo'ymayapmiz. Biz instrument qo'yib beryapmiz. U instrumentga siz ma'lumotni bermasangiz, o'zingizga hech qanaqa natija bermaydi. Ma'lumotni berish uchun tizimlashtirishimiz shart. Endi tizim qo'yishni nima qildik? Mana majburmiz. Endi o'sha necha pul bo'lishidan qat'iy nazar eng kichkina modulimizni sotib oladigan bo'lsa ham, o'shani birinchi standarti bo'yicha ularda odamlarni kadrlarni shakllantirib, ularni o'qitib, keyin programmani qo'yamiz. Shunaqa holatlar bo'lganmi praktikada? Masalan, ta'sischini o'zi ko'p protsesslarda to'sqinlik, onsiz ravishda to'sqinlik qilgan bo'lgan. Masalan, bilaman, boshida aytdik, vaqt ajratish qiyin bo'ladi. Bunga pogrujatsiya qilish kerak, buni tushunish kerak, normalniy vaqt ajratish kerak. Ta'sischini o'zi bu bilan yonish kerak-da. O'shaning uchun qanaqa to'sqinliklar bilan duch kelgansizlar va buni to'sqinliklarni qanaqa yechim topgansizlar? Endi bu tabiiy holat, chunki hamma joyda ham bor. Masalan, biz deylik qancha bir 5 yil oldinmi elektromobil desa, yo'q birdikda. Endi masalan hozir benzin desa qo'ysangchi, elektromobil yaxshi deyishyapti. Nimaga? Chunki shu narsani ishonchga kirib bo'ldi. Odamlar tushundi. Ha, bu ham ishlatsa zo'r effekt berar ekan. Shu uchun ham hozir biz nima qilyapmiz? To'siqlar hammasida bo'ladi. Aka, siz menga qo'yib bering, o'xshamasa men o'zgartiraman. Qo'yib berganimizdan keyin bu narsa yurishni boshlaydi. Zo'r. Shuning uchun sabrli deb aytaman-da sizlarni komandanglar. O'zi Tursunovlar ustozimiz borlar, ular ham razborlarga borganimizda sizlar qonli yo'lni tanlagansizlar deganlarda, endi qiziqishimiz shu, endi shu narsaga kirishganmiz. Eng qizig'i, ko'p vaqtingiz, energiyangiz ketgandan keyin уже charchasangiz ham уже tashlab keta olmaysiz-da. Soha juda ham anaqa. Ko'p aytishadi, to'qimachilik sohasi shunaqa sohaki, kirsangiz уже chiqa olmaysiz bu sohadan. To'g'ri, endi masalan charchash deganda masalan bir hafta, 10 kun qaysidir korxonada kechgacha ishlab, ertalab vaqtli turib, qanaqadir fizik charchash bo'lishi mumkin, moralniy charchash bo'lishi mumkin, lekin natijani ko'rganda chiqib ketadi. Chunki o'sha korxonada natijani ko'rsatib, o'sha xodimlarni xursand bo'lganini ko'rganda charchoqlar chiqib ketadi. Rezultatni ko'rganda charchoqlar chiqib ketadi dedingiz. O'sha rahbar uchun eng zo'r rezultat ERPdan nima bo'lishi mumkin? Rahbar uchun eng zo'r rezultat xodimga bog'lanmasdan turib, korxonadagi kerakli o'zi 4 ta uchot, ya'ni отчет. 4 ta отчетini ko'rish, ya'ni xodimga bog'lanmagan holda 4 ta отчетini xohlagan vaqti kirib ko'ra olish. O'sha xotirjam ish. O'zi fikrimizdan bitta joydan chiqdi. Ertalab turganda kimdirga telefon qilib kutmayapsizmi? Bu o'zi natija. Da. Ko'pincha bu narsa siz sohangizda qanaqa bo'ladi? Klientlar bilan o'zaro korxonaning munosabati, ya'ni baribir sotuv otdeli bor, lekin sotuv otdeli ham korxonaning yuzi. Ertaga qaysidir klientni zakazlari masalan oddiy o'sha eksportga chiqaradiganda qachon fura kirgizib yuboray desa, ketdi skladchiga bor, upakovkaga bor. Nima bo'ladi? Upakovkaga yetib kelgan ekan, lekin chiqmayotgan ekanda va bugun qizlar kech payt 8 gacha iltimos qilinglar, 2 barobar oylik to'laylar, hammani upakovkaga tashlaylar, mana shuncha partiyani upakovka qilib fura chiqarib yuborishimiz kerak degan sohani ichida ko'p shunaqalar bor, fikrlar bor. Tizim korxonada yo'qligini mana shu ko'rsatib turadigan, siz borib o'sha korxonaga borganingizda yaqqol ko'rinib turadigan qaysi markerlar bor? Masalan, tizim yo'qligi bo'yicha. Endi tizimlarda korxonaga biz o'zi har doim birinchi audit bilan kirib boramiz. Audit qilganimizda o'sha rahbarga nima otчетlarni ko'rasiz? Men shuni ko'ray, men shunga qarab turib sizga natija qilib bera olishimni ko'rsataman deganimda o'zi bilinadi. Chunki
Отчetlar yo'q. Kim biladi desa, buni bu biladi, bunisini bu biladi, unisini u biladi, hamma narsa tarqoq. Endi siz oynada bir narsani ko'rmasangiz yoki yurayotgan yo'lingizni svet yoqib ko'rilmayotgan bo'lsa, qayerqa yurishingiz noma'lum. O'sha narsani ko'rishingiz uchun ham sizga qo'lingizda raqam bo'lishi kerak. Raqamni ko'rmadingizmi, demak, hozircha yaxshi yuribsiz. Bu qancha davom etishini endi hech kim bilmaydi. To'siq chiqquncha yuraverasiz. Ko'p korxonada tizimim bor deb hisoblaydi. Ya'ni 6 ta keng kerakli masalan hisobotlari qo'lida turadi. Har kuni kech payt xodimlar olib kelib berishadi. Lekin bir-biriga bog'lanmagani uchun uni biz audit qilganimizda ko'rsatib bera olamiz. Ya'ni qaysi etapida nimaga bog'lanish kerak, qayerda tushib qoldi hisobotda sifralar, raqamlar. Ularni auditda ko'ramiz. Menda bitta kes bo'lgan, bitta korxonada, Vodiyda. Ular aytishgan, siz aytgandek, meni korxonam tizimlashtirilgan. Men shuncha yildan beri ishlab kelyapman, daromad ko'raman. Siz bu sohada emassiz. Menga nimani o'rgatasiz deganida, men aytganmanki, davaychi bir kun siz bilan o'tiramiz, kabinetingizda o'tiraman. Hech qanaqa savol bermayman, просто jarayonni ko'raman, shu menejment bo'yicha. Ertalabdan shu 9 dan soat 5 gacha o'tirganman. Shu kunni o'zida shu kabinetlariga har xil toifada, har xil pozitsiyadagi menejerlar bo'ladimi, skladdan bo'ladimi, xullas 17 ta tranzaksiya bo'lgan. Tranzaksiya deganimizda so'rovlar bo'lgan. Har xil o'rindagi maydadan tortib kattagacha tranzaksiyalar bo'lgan. 17 ta bo'lgan. В среднем hisoblab ko'rganimizda 20-30 daqiqa baribir ajratilgan. Gohida mana shu отдел kadr deymiz, ayollar bilan ko'proq ishlaydigan starshi po sexu kirganlarida 1,5 soat vaqtlari ketgan. O'shani o'zini men aytganmanki, bu tranzaksiyalar siz kuningiz davomida bo'layotgani tizim yo'qligidan darak. Yaqqol darak. Chunki siz bu biznes значит ishlamas ekan. Ya'ni bu lifehack, eng oson lifehack shu ekanda. Вот. Gapingizga qo'shib chaqib ketdi. Hozir qaysi korxonaga kirsangiz ham, endi aksar korxona deylik. Tugma qolmadi deydi. Tugma qolmadi desa, kimga borish kerak? Rahbarga borish kerak. Tugma qolmaganini rahbar hal qilishi, bu siz aytgandek har bitta qadamdagi mayda narsalarga aralashish, bu katta muammolarni yechishga olib kelmaydi. Chunki mayda muammolarda qolib ketasiz. Siz strategiyangiz bormi, o'sish yo'lingiz bormi, u narsani o'zi ko'rmaysiz-da. Shu mayda narsalar bilan kuningiz tugab qoladi, kunning oxirida o'zi stressda, charchoqda, yana ertalab kelganda yana shu ahvol. Uni qaysi joyda kim javob berishini siz aytgandek korporativ kultura qilib yozib berilmasa, masalan, har bitta odam o'zini rahbariga borsin, bunga javobgar bu, bunisiga javobgar bu qilib berilmasa, hamma zarba rahbarga kelaveradi. Yana bilasizmi, qanaqa zo'r marker bor? Biz ko'pincha tadbirlar qilamiz, rahbarlarni taklif qilamiz. O'sha aktiv rahbarlar, vaqt topib kelayotgan rahbarlar ko'p kuzataman. Juda ham spokойный holatda aktivni ishtirok etadi. Bu o'sha orqada tizim borligidan ham darak deb o'ylayman. Bizda bitta kes bo'lgan yaqinda korxonani ya'ni strategiyasini, marketingoviy strategiyasini, дорожный kartasini qilayotganimizda baribir ishlab chiqarishga ham menejmentga aralashishga to'g'ri keladi. Chunki marketing bu jalb qilib berish. Jalb qilib bergandan keyin agar ishlab chiqarish yoki menejment bunga to'g'ri kelmasa, ertaga bu bir martalik aksiya bo'lib qoladi. Klient qaytib kelmaydi. Shuning uchun biz ham audit qilamiz o'zimizga xos. O'sha auditni bitta отдел kadr, bitta katta korxonani отдел kadri bilan gaplashganimda, o'zini ikkita xodimini nima ish qilishini bilmas ekan. Shunaqa hayron bo'lganman. Rostdan ham bilmas ekan. O'zlari ham uyalib qoldilar, keyin rekomendatsiya berdik, yo'riqnomalar yozish bo'yicha, bazaviy хотя бы yozish bo'yicha. Sizlarda shunaqa keyslar ko'p uchraydi menimcha, da? Endi ko'pincha biz xo'p audit qildik, bo'ldi, shartnoma imzolaganimizdan keyin ish boshlanganda biz borib birinchi xodimlarning ro'yxatini qilamiz.
Chunki xodimlar ro'yxati hali bo'lmaydi. Xodimlar ro'yxati qayerdan olinadi desangiz, buni tadbirkorlarimiz hammasi bilishadi. Hozir katta og'riqni ochib qo'yaman. O'tgan oyni berilgan oylikka ro'yxat. Ya'ni u har oyda o'zgaradi. Ya'ni bering xodimlar ro'yxatini bering desangiz, o'tgan oydagi vedомство ko'tarib keladi. O'tgan oyda kelmagan bo'lsa kelishi mumkinmi desangiz, yo'q, buni ichidan ham kelmaydiganlari bor. Buni ham tozalashimiz kerak deyishadi-da. Biz hamma o'sha 500 ta bo'ladimi, 50 ta bo'ladimi, hamma xodimini kiritib, keyin hammasini qaytadan bo'shatib chiqamiz. 10 ta 15 ta xodimni bo'shatib chiqamiz. Ya'ni korxonaga kirganimizda hali xodimlarning ro'yxati bo'lmaydi. O'shandan boshlanadi. Ya'ni mертвый dushi bormi u yerda? Andijonda mana bitta korxonada bo'lganimizda 300 kishilik shveyniy fabrikada 6 kishi ro'yxatda bor, ism familiya bor, lekin u odam umuman mavjud emas. Yo'q odam, familiya ismi bor, lekin yo'q odam. U odam hech kim tanimaydi, lekin har doim qog'ozda oylik olib kelgani chiqmaydi. Ya'ni shunaqa narsalar har oyda qanaqadir o'zgarishlar bo'lib turadi, lekin ya'ni hozir 60 dan oshiq korxonaga kirgan bo'lsak, ko'p uchraydigan holat bu. Namangandachi, Namanganga kirganimizda xodimlarni ro'yxatini olyapmiz. 350 nechtadan 357 tami xodim chiqqanda, o'shanda rahbar o'zi aytganda, "Sen menga 300 ta degansan-ku. Nimaga yana qayerdan kelib qoldi 50 ta? Men oylik to'layapmanmi bularga?" desa, "Yo'q, bular stajyor, bular yosh bola, yoki boshqa o'rganishga kelgan" deb shunaqa narsalar qilishganda. Endi oylikni ham qanaqa berishadi bilmayman. O'zi asosan korxonalarda oylik qanaqa beriladi desa, bo'lim-bo'lim beriladi xolos. Ishonchga qurilgan xolos. Bu yashiringan pullar-ku. Masalan, qancha foyda topsa bo'lardi, yangi texnologiyalarga joriy qilsa bo'lardi. Mana shu narsalar kelib chiqadi, hamma narsa, to'g'rimi? Albatta Joriy biz qilgandan keyin. bor keysimiz anaqada Toshkentdagi korxonada xo'p, summasini ham aytavering. 1 milliard atrofida oylik chiqadi bir oyda. O'sha yerga borganimizda birinchi oyni o'zida "Davay, men olib chiqib ko'rsataman sizlarga" deganmanda, ikkita turniket bilan to'liq oklad tizimini qo'yib berganmiz. Ularda ish emas edi. Hamma xodimlar okladda ishlardi. Ularga turniket qo'yganimiz o'zida birinchi oyni o'zida 157 million biz farqni ko'rsatib berganmiz. Farqni ko'rsatganimiz qayerdan? O'zlari hamma korxonada ham davomat qilinadi, ro'yxat qilinadi, har kirganda odamlar yozib kiradi yoki masterlari ro'yxat beradi, bugun necha soat ishlagani bo'yicha. O'sha yerdagi farqni olib chiqib berganmiz. Nima qilaman deganda, bitta ko'targanimizda yarmidan oshig'i o'zini ishongan xodimlarga to'g'ri keladi. Masterlar, bo'lim boshliqlari, chunki ular masalan bo'lishi mumkin, ko'chada ishi bilan, korxonaning ishi bilan yurgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy o'sha davomatdagi muammolar upravleniyadan kelib chiqadi-da. Chunki summa ham katta. O'shani hisobidan biz birinchi oyda 30 millionini kesganimizda, qolganini to'ldirib berganmiz. Mayli, birinchi oy ogohlantiraylik, keyingi oydan shu ish qilishmasin deb. Bu hamma korxonada bor. Hamma korxonada o'sha oylikni bitta solishtiradigan bo'lsa, yarmi ko'rinib beradi. Qarang. Bu okladniy oyliklarda. Okladda. Ishbay oyliklarda ham farq xuddi shunday. Ya'ni ishbay oylikda asosan daftarda yo Excelda hisoblashda sal qiyinchilik bo'lgani uchun upakovkada songa qarab oylik berishadi. Shu jarayonlarda masalan hamma biladi, shveyniy fabrikalarda mahsulotda etaplari bor. Ya'ni patoklarning ichidagi etaplar. Shu etaplarga qo'shimcha etap qo'shilib qolishi, bir aksonlarga yana qo'shimcha pullar berilishi, shu natijalarda ham aniq keyslarimiz bor. O'rtacha 200 ta, 300 ta xodimli shveyniy korxonalarda upakovkaga yetib borganda oylik chiqarish jarayonlarida ham 100 million, 150 million har xil korxonani naqasiga ketgan narsasiga qarab, mahsulotiga qarab hamma keyslarni oylik, ya'ni oyiga 100 million, 150 million. Точно aytavering. Andijonda 174 million bitta
bitta upakovka bo'limini o'zida iqtisod qo'yganmiz. Bu kimnidir ayblash emas, kimdir ataylab yozgan yoki boshqa emas. Inson faktori bor joyda raqamlar bir-biriga bog'lanmay qoladi. Buni tabiiy tushunishimiz kerak. Bu hamma korxonada bor narsa. Buni qanaqa qilib yechamiz desa, ko'pchilik Excelda sonlarni bir-biriga bog'lab yoki bitta partiyani kirgizib tugagandan keyin pul berishga o'tib olishadi. Bu oylikni surilishiga olib keladi. Masalan, oylik deganda 50 kun, 45 kunda oylik olishadi. Masalan, birinchi chislo keldi, 5 kun, 10 kun oralig'ida berilishi kerak bo'lsa, yo'q, 25, 30-ga keyingi oylikka qarab surilib boradi. Nimaga desa, mana bu partiya chiqishi kerak yoki hali yozishga ulgurmadik. Shunaqa muammolar bor. Bu raqamlarni bir-biriga moslanishini orasidan biz 174 million farqni topib berganmiz. Yaxshi kadrlar oylik cho'zilganda yaxshi kadr kutib turmaydi. Yaxshi kadr chunki bo'lib ham vodiyda zich joylashgan kompaniyalar, ya'ni shveyniy korxonalar, katta korxonalar zich joylashgani uchun kutib turmaydi. Chunki mahallaning boshida bitta bor, o'rtasida bitta bor, oxirida bitta bor. Yaxshi kadr tikkaniga yaxshi oladigan kadr har doim haqiqat izlab yuradi. Tezda boshqa ish almashtiradi. Qachonki ishi sekin tikib, boshqa naq qiladigan kadr o'sha korxonada qolib ketaveradi. Men hozir hayron qolayotganim, ko'p korxonalar aylanma mablag' uchun kredit olmoqchi bo'ladi. Aylanma mablag'da juda ham katta ehtiyoj bor ko'p korxonalarda. Значит, biz aytsak bo'ladi, uverini aylanma mablag' kerakmi? Значит, ERP'ni o'rnatib ko'ringlar. Qancha skrytый nimalar bor, pullar yashirilgan. Yana bitta hayron qolayotgan joyim, marketingga, masalan, qanaqadir kanal продвижения joriy qilmoqchi qilinglar deb taklif bilan chiqsak, oyiga tam 3 million targetga ketishi mumkin, 5 million ketishi mumkin. Bunga juda ham qiyin ularni rozi bo'lishi, katta summa ko'rinadi. Ammo o'ylab qarasa, qancha pullar keraksiz joyga ketar ekan. Mana shunaqa noto'g'ri hisob-kitob bo'lganiga. Bunga ham real keysimiz bor. Namangandagi korxona xuddi siz aytgandek bitta xodim oyligi necha pul deylik, 5 million deylik, o'sha sklad xodimini qo'ymaslik, ya'ni omborchi qo'ymaslikning evaziga biz borib bitta audit qilganimiz o'zidan inventarizatsiya qilib $500,000 ga xomashyo chiqib kelgan. Rahbar aytibdi, menga 300 ming degansizlar, 200 ming qayerdan chiqib keldi desa, yo'q, bu 200 ming ishlatilmaydiganda o'sha turibdi, o'shanga ko'rsatmaganmiz buni deyishyapti. Yo'q, ishlatilmaydigan narsa yo'q. Ishlatilmayaptimi? Bu pulni muzlatmang, olib chiqib soting yoki ishlating. Masalan, hamma aytganingiz, ya'ni aylanma mablag'ni muzlashi o'zi asosan xomashyoda bo'ladi. Nimaga? Xomashyo 100 dona kerak, bitta pachkaning ichida 1000 ta bo'lsa, 1000 tani производствоga kirgizib yuboradi. Keyin yana 100 ta kerak bo'lsa, yana keladi. 900 ta qayerda desa, unga isbotimiz yo'q. Chunki daftarda yozilgani bilan uni tekshiradigan odam yo'q. Bu raqamlashtirish nima beradi sizga? O'sha 900 tangiz qayerda turganini ko'rsatib beradi va qayta sotib olmaslikka olib keladi. Ko'p korxonalar даже shunaqa bilimsizlik qilishadiki, deylik 5000 ta kerak bo'lsa, korxona bilan gaplashadi. Necha pul desa, ha falon so'm. Qanaqa buni kelishtirsa bo'ladi? 10 ming ta olsang, mamchadan qilib beraman. Qancha endi 2 sent tushar, 3 sent tushar. 10 ming tani oladi-da, 5 ming tani muzlatib qo'yadi. 5 ming ta u yoqda keling bir $1000 mahsulot turibdi, lekin siz necha pul ekonom qildingiz desa, $20 ekonom qildingiz-da. Lekin bitta $1000 mahsulotni ushlab turibsiz. Mana shunaqa narsalar ham ko'p. Yaqinda Yaponiyada o'sha ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirok etgan ko'p Yaponiya kompaniyalarida bo'lgan inson bilan tanishdik. Ularda yaponiylarda shunaqa nima bor? Kulturasida, ya'ni madaniyatida бережливое производство deydi. O'sha eski uskunalarni ham maksimal darajada avaylab ishlatib, ularda ko'pincha bir oyda bir marta inventarizatsiya bo'lar ekan. Chunki u isrofgarchilikni oldini oladi. Ya'ni hozir ko'p aytaman, ERP tizimi bu просто korporativniy kultura emas, u kompleksniy podxod, isrofgarchilikni oldini oladigan bu nima? Tizim. To'g'ri aytasiz. Bu gapingizga qo'shilaman, chunki Andijonda bitta korxonamizda
eksportga chiqib ketadigan mahsulotimizga 100 ta примерно yetmayapti mahsulot. Nimaga? Upakovka jarayoni bo'ldi, qadoqlash bo'ldi, oxirida etiketga yetmayapti. Ya'ni o'zi 10 mingta mahsulot zakaz qilishgan. Oxirgi shu uni 10 mingta mahsulot hamma ishlab chiqaruvchilarimiz biladi, zapasi bilan berishadi. 11 mingta berib yuborishgan etiketga zapasi bilan. Lekin oxirida shunda ham 100 ta etiketga yetmayapti. 100 ta tayyor mahsulot chiqqan upakovkada tayyorlash kerak, furaga уже birinchi chiqib ketgan mahsulot yuklanyapti. Nima qilishgan? Endi nima qilamiz? Uni zakaz qilsa Rossiyadan kelgan u seriyo. Ya'ni etiketkasi Rossiyadan kelgan. Endi uni zakaz qilish kerak, unga tushuntirish kerak zakazchiga. Biz nima qilishdiki, hamma shveniylik, hamma qizlarni ko'tarishdi, hamma anaqaga kiramiz. Ya'ni asosan qiytiq ombor bo'ladi. Shu birak mahsulot shu qiytiq ombor. Kirib, shu mahsulotlarning ichidan 300 ta etiketga topib chiqishdi. Ya'ni etiketkani qilgan o'sha ozgina ortib qolgan 5-6 tani tashlab qo'yishgan. Nimaga? Xodim uni shu 4 ta 5 tani olib, masalan 4 ta 10 ta deylik, 10 tani olib skladga olib borib bergungacha ketadigan vaqtning o'rniga 2 ta tikadi yoki 2 ta qadoqlaydi. Bu 2 ta qadoqlaganiga pul bor, uni motivatsiyasi bor, lekin tashlab yuborganiga unga hech narsa yo'q. Nazorat yo'q-da, nazorat bo'lmasa nazorati yo'q. Endi unda nechta turganini hisobi yo'q. Nima qilindi? Hamma qiytiqlarning ichidan titkilab, qoplarni to'kib, o'sha yerdan 300 etiketga olib kelib, boyaga 100 tani pukovka qilib chiqarib yuborishdi. Ya'ni tayyor narsa, zapasi bilan olib kelingan, lekin yetmay qoladi. Shunaqa qilsa ko'p bo'ladi korxonalarda. Keyin shu gapingizga ko'pincha o'sha yashirin mablag'lar deymiz. Mana shu raqamlarni to'g'ri aktualligini har kuni ko'ra olmagani uchun rahbarlar srochniy zakazlarda, srochniy qanaqadir nimada ishlarda ko'p 2 barobar pul to'lashadi. Masalan deylik, yaqinda Rossiyaga, Ulyansk shahriga bordik. Ularda stokovoy ikkinchi sort mahsulotlarga talab bor ekan. Shunaqa joylari bor ekan. Fabrikaga chiqdik. Stokda qanaqa nimalar bor? Ko'plab valberish uchun tikishadi, olmaydigan zakazlar bor, qolib ketgan zakazlar bor. Ularga agar tez hozir хотя бы ro'yxat Excelda oddiy ro'yxat qilib bersanglar, biz taklifni beramiz. Mana tayyor, sizga yana qo'shimcha aylanma uchun pul nima qilasiz? Как освободить qilasiz desak, ularda bu ma'lumot yo'q. U ma'lumot yo'q. Keyin tez 2 kunda qilinglar bu narsani, 2 kunda qilib beramiz deyshayotadi. Lekin bu narsa tez qilish uchun qaysidir ma'lum nimalar, xodimlar o'zini asosiy ishdan chiqib turib, endi bu ishni qilish kerak. Bu butun tizimga ta'sir qiladi. Ya'ni juda ham ko'p o'sha pullar, mablag'lar mana shunaqa jarayonlarda anaqa qolib ketadi deb o'ylayman. 5 yil oldin yaxshi bo'lgan, chunki biznesda konkurensiyaga ham marja yaxshi bo'lgan. O'shani hisobidan korxonada 4 ta xodimni oyligi, ularning obedi, ularga tikilayotgan pullar ko'rilmagan, marja katta bo'lgani hisobidan yuvilib ketavergan. O'shaning uchun e'tibor berilmagan va shu tizimda ko'p korxonalar qolib ketdi. Ya'ni hozir unaqa zamon emas. O'sha biz 5 yildan keyin hozir уже sun'iy intellekt, boshqa odamning har bir minutidan foydalanadigan vaqtga keldik. Chunki tannarxni tushirishimiz kerak. Marjani tushirishimiz kerak. Tannarxni qancha tushirsak, shuncha foyda olamiz. Biz foydamizga yetib ketadigan narsa. Chunki narx уже polgacha tushib bo'ldi-da, undan уже tushirib bo'lmaydi narxi. Endi nima qilish kerak? Tannarxni tushirib turib, foydangizni, marjangizni oshirishingiz mumkin yoki marja topishingiz mumkin, foyda topishingiz mumkin. Balkim hozir ko'pchilik o'ylaydigan narsasi, deylik $1 ga sotayotgan narsasini 0.8 ga chiqayotgandir degan narsa bor, lekin u ham isbot emas. Shuning uchun ham nimaga pul yo'q, kassaviy razriv siz aytayotgan nimaga pul topolmayapti, o'sha 3 million deydigan bo'lsangiz, asosan shundan kelib chiqadi. Ya'ni bu foyda qilyapman deb o'ylaydi, lekin mablag'i o'zi yo'q. Aynan kimda desa nasiyada yoki debitorkasida yoki kreditorkasi ham kam emas. Faqat o'sha pullar u yoqdan bu yoqqa aylantirish. Lekin orada unaqa foydani bilish, foyda qilyapmanmi, tannarx nechi pul degan narsalar yo'q. Shuning uchun biz nima aytamiz? Raqamlashtirilsa, buni aynan ERP tizim bilan emas, hech bo'lmaganda Excelda ham to'g'ri yurg'izib berishsa,
o'shani o'zidan ko'ra oladi, ya'ni xarajatini kamaytirib ham foydani ko'tarsa bo'ladida. Chunki hozir hech qanaqa boshqa yo'li qolmadi. Faqat xarajatni kamaytirasiz, tannarxni tushirasiz, o'shani hisobidan foyda qilasiz. Boshqa yo'l qolmadi hozir. Azamat aka, menda judayam bunaqa og'riqli savolim bor. Ko'p korxonalardan mendan maslahat so'rashadi. Qaysi ERP tizimini tavsiya qilasiz? Nima uchun o'zi ERP kerak? Kecha bitta savol tushdi katta brendni egasidan. ERP o'rnatsam eksportim oshadimi yoki eksport qilishimga ERP kerakmi degan savol bo'ldi. Endi men uchun qanaqadir nonsensda bu savol. Chunki o'sha jarayonlarni tushunganim uchunmi juda jahlim chiqib ketadi mana shunaqa payt. Anaqa qo'pol gapirib yuborishdan qo'rqaman. Aslida sekin tushuntirasizlar bu narsani. Mana shunaqa sizga savol bersa nima deysiz? Bunga kontra savol beramiz. Shtraf to'laganmi yo'qmi? Shtraf to'lasa keyin bo'ladi. Eksportda bizni o'zimizni ichki bozor emas. Sifatiga salomdora bo'lsa ham berib yuborish imkoni yo'q. Ularning OTKlari juda yaxshi ishlaydi. O'sha tablomerlar bilan o'lchab olishadi. Bundan tashqari srokka juda qattiq qarashadi. Mayli, shtraf to'lamagan bo'lsa ham poyezdda emas, samolyotda jo'natgan vaqti bo'lganmi? O'shani bilaylikda. O'sha paytda nechpur razницani berib yubordi samolyotda bilan jo'natish uchun yo'l kirasi qancha farq berdi. O'sha farqi sotgan mahsulotini foydasiga yetadimi yo'qmi? Shuni bilaylik, bo'ldi. U odam o'zi tushunib yetadi unga. Shart emas. Yaqinda bitta korxonada audit qilganimizda shu narsaga e'tibor berdikki, ya'ni chiqargan mahsuloti, endi umuman aytganda $1 deylik, $1 tannarx chiqargan, shakllantirgan, o'zini o'sha ketadigan seriya xarajatlari, ishchi kuchi bir kunlik ob'yemiga to'g'irlab, masalan 20 kunda mana shuncha mahsulot chiqarsam $1 tushadi deb hisob qilishgan. Lekin zakazchikdan masalan 120 dan o'zi zakaz olishgan. Lekin aslida u 20 kunda chiqsa bu narsaga to'g'ri keladi. Ko'p e'tibor berilmaydigan narsamiz bu narsa 24 kun, 25 kunda chiqadi. 25 kun, 5 kun ketgan xarajatni tannarxga o'tirg'isi u 126 dan bo'lib ketadi. 120 dan u zakaz olib qo'ygan. Endi u nima bo'ladi? Oxirida, ya'ni bu hozir bilinmaydi, foyda qildim deydi. Mashinani oladi o'ziga shunaqa. Lekin oxirida 2 yil o'tadi, 1 yil o'tadi, o'sha kompaniyada qarz ko'payib ketadi. Bo'yoqchidan qarz, ipdan qarz, materialchidan qarz. Foyda qani? Foydani kelganini shunaqa qilib qarz ko'payib ketadi. Nima bo'ladi? Shuncha qarz bilan kompaniya yopishga to'g'ri keladi. Men bunga qo'shilaman, chunki bizning ustozlar ham o'sha coachingda o'qiganimizda aytganki, rahbarlar operatsiyonkani ichida bo'lgani uchun biznesni nad biznesim ko'ra olmaydi-da, o'sha holatni xolis baho bera olmaydi. Chunki operatsiyonkani ichida bo'lgani uchun. Agar mana shu tizimlashtirish, raqamlashtirish nima beradi? Glavnisi bu holatni, aniq holatni ko'ra olishi. Ya'ni o'zini holatini bilsa, даже o'zini diagnostika qiladigan odam, masalan, sog'lig'ini bilsa, значит vaqtida qanaqadir chora ko'ra oladi. O'sha eng katta plusi deb o'ylayman. Xotirjamlik bitta kerak bo'ladi. Chunki biz ko'p tadbirkorlar bilan endi o'zim qilamiz, obed qilamiz, birga suhbatlashib o'tiramiz, endi xizmat yuzasidan. Shu ovqatlanayotgan jarayonda ham telefonda turadi, yo'q Telegram qarab turish kerak bo'ladi. Xotirjam ovqatlana olmagan odam u o'sha biznesni bunaqa ko'rish, to'g'ri qaror qabul qilish, to'g'ri qaror qabul qilish yoki nimagadir anaqa qilishga qiyin bo'ladi. Chunki stress faqat to'g'ri ovqatlana olmagan odamdan boshqa anaqa kutish qiyin. O'shaning uchun ko'plar yazva bo'lar ekan. O'zi asabdan-da-ku, asabiylashish. Eng katta qiyinchilik nima bo'lgan boshlanishida, o'sha joriy qilishda? Bu yangi nimani, ya'ni yo'nalishi eng katta. Siz asosiy sotuvdasiz, o'sha o'zingiz og'rig'ingizni aytib oling hozir. Xo'p. Savolni yaxshilab tushunib oling. Eng katta qiyinchilik kompaniyada proyektni tatbiq qilishdami yo kompaniyani shakllantirishdami? Yo'q, mana shu yo'nalishni boshlaganingizda eng katta qiyinchilik, qanaqa qiyinchilik bilan duch kelgansizmi? Eng katta qiyinchiliklardan shu korxona rahbarlari
ERP joriy qilishni xohlashadi, lekin xodimlar xohlashmaydi. Endi xodimlar xohlashmaydi, lekin korxonani rahbari xodimga bog'lanib qolgan. Masalan, yaxshi skladchi yoki yaxshi master yoki yaxshi buxgalter ular bilan Yoki yaxshi ishlab, jiyan. yoki yaxshi jiyan. Bir 3 yil, 5 yil shu korxonani o'sha ishlab chiqarishni shakllantirganda u odam bilan yonma-yon bo'lib birga o'sishgan, qilishgan, lekin o'sha joyga keladiki, korxona rahbari ERP joriy qilishni xohlaydi, tizimlashtirishni xohlaydi, lekin u xodim tizimlashtirishga bo'ysunishni xohlamaydi. Ya'ni qanaqa o'zgarishni xohlamaydi, ochilishni xohlamaydi. Natijani ko'rsatib beramiz, tushuntirib beramiz, o'zgarishni xohlamaydi. U odamga bu narsani ko'rsatib berishgunimizgacha ko'p vaqt sarflaganmiz. Lekin yechimi nima? Mana shu сопротивление bilan ishlash yechimi nima? Eshitish bo'lsa kerak. Chunki biz isbotlamagan narsamizga uni yo'limizga yurg'izmaymiz. Biz ko'ramiz, qaysidir korxonada isbotlab bergan, aniq haqni ko'rib bergan. Endi biz ochiqmiz. Qanaqa ma'noda? Biz aytgan tizimni to'g'riligini mana bir hafta vaqt ber. Biz aytgan tizimni joriy qilamiz. Ya'ni bitta bo'limda, skladni o'zida. Masalan, skladni o'zida skladchiga qulf kalt qo'yib turib, skladni yopib bergin deganni joriy qilishimiz kerak. Skladchiga ochib turursin, o'zi olganini oladi, xohlaganini olib chiqib ketadi degan savol bilan beradi. Biz u jiyan skladchi, ishlab chiqarish boshlig'ining jiyani. Biz aytamiz, shuni yoptirib ber, men bir haftadan keyin seni отчетing to'g'ri yurishini isbotlab beraman. Isbotlab bera olmasam, ochib turursin. Hamma keysida shunaqa qilamiz menimcha. Zuhriddin aka, mana har xil vaziyatlar bo'ladi. Yomon o'ziflar ham bormi Appoint to'g'risida? Bo'ladi albatta, chunki hamma korxona bilan ham bir xil ishlar bo'lmaydi. Korxonani nima deydi? Korxonani sog'lom bo'lishi bu rahbar sog'lomligiga bog'liq. Rahbar qanchalik bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha narsa korxonada ham aks etadi. Shuning uchun unaqa odzivlar ham bo'ladi, lekin u odzivlar biz hech qachon не то отзыв yoki negativ bilan chiqib ketmaganmiz. Nimaga? O'sha birinchi o'rinda biz akni qo'l qo'ydirib olishimiz kerak. Bizda deyilgani ko'chadagi sotuv unaqa narsa emas. Bizda B2B bo'lgani hisobidan hamma narsa qonuniy bo'ladi va qonuniy bo'lgandan keyin biz aktga qo'l qo'ydirishimiz kerak. Endi ular norozi bo'lsa nimaga aktga qo'l qo'yadi degan joy bor. Endi yo'q, biz o'sha paytda qo'yib berganimizda biz bilan zo'r ishlaydi. Bizga rahmat aytishadi, yaxshi o'tib berishadi. Ketganimizdan keyin sovg'alar berishadi. Keyin ketganimizdan keyin 1 oy, 2 oydan keyin xodimlar alishadi yoki xodimlar shu ishni biz qo'ygandek qilib bermaydi. Natija olinmagandan keyin yo'q. Sizlar ham boshqa korxonada bo'lganda ekansizlar degan o'tib keyin keladi bizga. Endi biz nima qilamiz? Mayli, mana bu yoqni ham aytib ketaylik. Bizga qo'shimcha shartnoma qilaylik, yangi xodimlaringlarni o'rgatib beraylik. Chunki bu yana qo'shimcha ishdir. Yo'q, support emas bu o'sha. Chunki yangi xodim bu qaytadan qo'yish degani. Qaytadan u xodimga o'rgatish, qaytadan внедрение qilish degani. Biz u narsani qilib bera olmaymiz. Supportimizda muammo yo'q. Kim telefon qiladigan bo'lsa yoki muammo chiqadigan bo'lsa, uni hal qilib beramiz supportda. Bu ham qanaqa xodimligiga bog'liq. Endi birinchi shu do'st beradigan admin xodim bo'ladigan bo'lsa, asosiy rol shu xodimlar bo'shab ketganning hisobidan bo'lishi mumkin. Lekin skladchi bo'shasa, masalan, master bo'shasa, ularga uncha narx qilmas, chunki ularni o'sha bajaradigan ishlari kam programmada. Asosiy ishni bajaradiganlar ketib qolganda ko'proq mana shunaqa hisoblanadi. O'zi hech qaysi joyda nazorat yaxshi ushlanmaydi. Nazorat bu rahbarning og'rig'iga bog'liq. Rahbar o'zi eng ключевой 2-3 ta narsani ushlab oladida, shu narsa o'xshab tursa bo'ldi degan narsa bor. Qolgan mayda-chuyda narsalarga vaqt ajrata olmaydi. Lekin o'sha mayda narsani ichida siz aytgan juda katta pul turibdi. Bu narsani sezmaydi. Endi biz qo'yib bergandan keyin bitta nazoratchi qo'yib ketamizmi? U nazoratchimizni ishlamasligi yana rahbarga bog'liqmi? Nazoratchi ketib qoldi, bo'ldi, nazorat yo'qoldi. Endi qolgan bo'g'inlarda ham o'sha ishlash bo'lmaydi.
Shuning uchun biz hozir nima qilyapmiz? Уже bola o'qitishni boshladik. Ya'ni o'zimiz kurs ochib, bu o'qitib tarqatamiz emas, o'zimiz bizda hozir o'zida menda 10 taga yaqin korxona bor. Bola bering, sotib olaylik kerak bo'lsa, yotoq joyi bilan ta'minlaymiz, oylik beramiz, bizda ishlasin, shu tizimni yurg'izsin deydi. Biz shu narsaga o'tganmiz, уже bola o'qitishni boshlayapmiz. Va har bitta qo'yib kelgan korxonamizga endi o'zimizni xodimni tashlab kelamiz. U nima qiladi desangiz, har doim o'sha yomon odzivga olib bormaydigan qilib nazoratda ushlab turadi. Nazorat qanaqa? Ogohlantirishlari bor. Masalan, rahbarga aytadi: "Aka, mana bu odam ishlamayapti. Aka, mana bu odam ishlamayapti. Aka, mana bu odam ishlamayapti." Bo'ldi, уже foyda yo'qmi? Bizga chiqadi: "Aka, bu odam ishlatib bera olmayaptilar." Biz ofitsialniy xat beramiz. Siz mana bunaqa odamni ishlatib bera olmayotganingiz evazidan mana bu ma'lumotlaringiz yo'q. Bu ma'lumotlarga biz javob bera olmay qolamiz. Mana shunaqa oqibatlarga olib keladi deb. Oqibatlari mana shunaqa. Shunga chora ko'ring. Unda ham javob bo'lmadimi, bolani olamiz. Chunki vaqtimiz sarflanayotgani qoladi. Bilishimcha, hozir biz o'rgandik, nechta ERP tizim bor o'zi bozorda. Sizlar hozirgi kunda lider ekansizlar. 90% desak adashmaymiz. ERP tizimlaridan ko'rsak, korxonalar iPoint'ni tanlagan ekan. Bunga nima deb sabab deb o'ylaysiz? Va o'sish nuqtalari ERP tizimda shu iPoint'da o'sish nuqtasi nima deb o'ylaysiz? Xo'p, buni asosiy sababi deb o'ylayman, biz sohani ichidan chiqqanimiz, boyagi aytgan narsamiz. Ikkinchi faktori, biz urg'uni tizimga berganimiz, ya'ni plashatkani birinchi tayyorlab olish. Birinchi plashatkani tayyorlab, keyin unga instrument berish. Instrumentni yaxshi yomoni bo'lmaydi. O'sha aytganimdek, daftar ham eng zo'r anaqa. Masalan, butun boshli respublikani masalan deylik moliyasini o'sha cho'tlarda yurg'izishgan oldi. Da. Endi nimaga hozir qilib bo'lmaydi desa bo'ladi. O'sha gap plashatkada. Biz programmamizni maqtamaymiz, lekin tizimimizni maqtaymiz. Bu bilan faxrlana olamiz. Bundan kerak bo'lsa bellasha oladigan joylarimiz bor. Biz imенно soha bo'yicha qiymat bera oladigan joylarimiz ko'p. Endi, xo'p, programma bo'yicha nima yutug'ing bor deydigan bo'lsangiz, bizda o'sishdan to'xtamaymiz. Bor fokusimiz shu yoqda. Ko'p ERP tizimlarini sotuvchilari yoki rahbarlari parallelni 2-3 ta biznesda-da. Ular yomon deb bo'lmaydi hech qaysi birini, lekin parallelni bo'lgani uchun fokus bo'linadi. Bizda to'liq fokusimiz shuni hisobiga bo'lgani uchun biz har doim klientlardan kazdev qilib yig'ib turamiz. Ya'ni nima qilsak yana sizlarga yoqadi, nima qilsak yana yaxshi bo'ladi. Masalan, 2026-yildagi rejamiz 30 ta AI modulni qo'yish reja qilganmiz. O'shalardan hozir sal orqadamiz, 4 tasini tayyorlab bo'ldik. Chunki kirish har doim qiyin bo'lgani uchun 4 ta sun'iy intellekt bilan modullarimiz bor. Bu AI assistent, уже rahbarga natijani o'zi oldindan aytadigan narsalar. Masalan, pul oqimini tahlili. Bu pul oqimini buni normal qabul qilishimiz kerak. Ko'pchilik o'qishni bilmaydi. Chunki moliyachi o'zi bizda kam. O'zbekistonda moliyachini o'zi kam. Endi rahbardan bu narsani talab qilish noto'g'ri. O'sha uchun ham nima bo'ladi? Sun'iy intellekt sizni pul oqimingizni tahlil qilib beradi. Mana bu joyni tejasangiz yaxshiroq bo'lardi. Har oy bunchadan xarajat qilib kelayotdingiz, bu oyga nimagadir xarajat ko'paydi, lekin tushumingiz o'zgarmadi. Masalan, ko'p mahsulot sotgan bo'lsangiz, ko'pdan narx chiqishi kerak. Lekin ko'pdan narx chiqdi, sotuvingiz o'sha. Siz skladga yana mahsulot yig'yapsiz degan narsani aytib turadigan AI assistentlarimiz. Boyaga aytganim, ertalab turganda jarni kutmaslik. Nima, hozir ertalab mashinani ketishi o'zida har ertalab kechagi kun uchun anaqa audio отчет tashiydi modulimiz. Уже joriy qilinganmi? Joriy qilingan. Ertalab ishxonaga borgungacha kechagi holatni eshitib boradi. Masalan, o'qish qiyin, vaqt yo'q yoki rulda o'qish qiyin bo'ladi.
o'sha audioni eshitib, o'rtacha hozirgi vaqtda 2,5-3 daqiqaga yaqin audio beryapmiz. Chunki hozirgi ma'lumotlarimizga tayangan holda. O'sha 2,5-3 daqiqaning ichida sizga kechagi kuningiz uchun отчет tayyorlab beradi. Ya'ni mobilniy ilovaga bu integratsiya qilingan. Korxona Mobil rahbari ilova ham so'ra oladi, shunaqa. keladi bu narsa. Undan tashqari biz O'zbekistonda Telegramga asosan instrumentimiz Telegram bo'lgani uchun Telegramga ham tashlab turadi audio. Chunki bilmayman, mani o'zimda ham shunaqa, hammada ham shunaqa bo'lsa kerak. Ertalab turgandan Telegram ochamiz. O'sha buni qo'llagan korxonalar bormi? Bu modullarimiz o'zi pullik, lekin hozir hali jarayon testdan o'tayotgani uchun biz chiqazib berganmiz va oxirgi kompaniyalarimizga beryapmiz bu narsani. Qachon masalan o'sha keyslar bilan bo'lishsanglar bo'ladi, ochiq dostupda. Ya'ni juda qiziq narsa-da aslida bu. Hozir именно shuni ustida ish olib boryapmiz. Korxonalar bilan ham memorandumlar qildik, kelishuvlar qildik. To'liq realitilar olish. Ya'ni nimaga biz tizimni borib vaqt sarflayapmiz, ya'ni bitta korxonani tizimlashtirish uchun qanchadir vaqt sarflayapmiz. O'shani nima qilmoqchimizki, o'sha qanaqa tizimlashtiriladi shuni to'liq videolarda ko'rsatib, korxonalar o'zlariga ko'rib shu narsani qilib olishsin. Qilishgandan keyin bizni chaqirsa, bizni ham vaqtimiz tejaladi, biz ham yaxshiroq natija beramiz. Endi korxonalar ham bu narsaga tayyor bo'ladi. Endi qilishgandan keyin qaysidir joyda o'xshamaydigan bo'lsa, unga ham qanaqadir yechim berish. O'sha narsalarni endi hozir ustida ishlayapmiz, ya'ni realitilar, razborlar o'sha YouTube kanallarimizda berib boriladi bundan buyog'iga. Zo'r. Chunki ko'p korxona o'zini kamchiligini ko'rib, sразу joriy qilsa bo'ladi bu narsani. Endi bizni ko'pchilik ERP sotuvchi deb biladi, o'zi biz konsultant deb o'zimiz bilamiz. Lekin borganimizda bizga konsultant emas, sotuv bo'lgani uchun bloklanib olishadi. Yopilib olishadi. Nima muammongiz bor desa, yo'q, menda muammo yo'q. Xo'p, nimaga bizni chaqirdingiz? Biz nimani ko'rib beraylik? Yo'q, hech narsani emas, prosta bildim. Ha, bo'pti, ketamiz. Yo'q, ketgandan keyin shu yo'lda o'zida qarang, mana bu qanday bo'ladi? Xo'p, biz shuni ham tushuntirish uchun keldik. Keyin qaytadan boshlaymiz qilib, keyin ochilish uchun ko'p vaqtimiz ketadi. Ya'ni nimaga siz aytgandek, og'riqni bilmaydi, muammoni bilmaydi. Biz shu narsalarni ko'rsatib bersakki, videolarda ko'rsatsakki, mana shu joyni mana bunaqa qilib yaxshiroq yechim berishimiz mumkin. Shu narsani o'zingizda joriy qiling degan narsani beradigan bo'lsak, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Oxirgi paytda biz o'sha shveniy korxonalarni patoklarini to'g'ri joylashtirish bo'yicha ham dars berib, masterlarga o'rgatib kelyapmiz. Patokni to'g'ri joylashtirish, modeldagi xronometrajni to'g'ri qo'yish. Shu narsalargacha o'rgatib to'g'ri qo'yish. U ham basinkalar ham asosan kimdir gapidan olinadi. U yoqda ham o'sha monopoliya degan narsa bor. Qozog'istonda ham bo'lgan holat, bu O'zbekistonning o'zida emas, bu tabiiy holat. Buni ham kritika qilmayapmiz. Qozog'istonda ham bitta korxonamizda borib qaytadan patokni joylashtiraman desam, ayollar yo'q, men turmayman, meni joyim, meni mashinkam degan narsalar. Jidovshina? Bo'ldi, kimga kadastr bo'lsa qolsin, nim qolganlar turinglar. Qo'qonda bo'lgan mana yaqindagi keysimizni aytib bersangiz, o'zgartirgan patoklarni o'zgartirganimizda xodimlar ketib qolishni bir 10-15% korxonadan xodim ketib qoldi, ish tashlash qilib. 15%. Endi biz nimaga erishdik? O'sha 15 ta ketgan xodim bo'lsa ham biz kunlik sonimiz o'zgarmadi. Endi yangi kelgan xodimlar mana kuniga 1000 ta atrofida mahsulot berishyapti. Har bitta operatsiya bo'yicha 1000 tadan ish qilishyapti. Endi o'sha yerdagi upravleniyadagi odamlar menga aytayaptiki, balkim sizni tizimingizdandir, balkim programmadandir, balkim bilmayman nimadan, lekin hozir yangi kelayotgan xodimlar 2000 tadan beryapti. Nima uchun desangiz, bu hamma joydagi og'riq, yangi kelgan xodimlar hech kim qilmaydigan ish qo'yib qo'yishadi. U o'zini ko'rsata olmasdan bir oy ishlaydida 1 million 200 ming oylik chiqqandan keyin qanaqa u ishlaydi u yoqda? Chiqib ketib qoladi. Shuning uchun ham tikuchka ko'p. Xodim almashish ko'p. Biz nima qilamiz? Har
bitta operatsiyaga to'g'ri odamni taqsimlab berganimiz uchun yangi kelgan xodim ham birinchi oyni o'zidan yaxshi oylik bilan chiqadi. O'sha yerda monopoliyani biz olib tashlaymiz. Nimaga? Monopoliya qilgandan foyda qolmaydi. Monopoliya qachon bo'ladi? O'sha bitta deylik operatsiyani narxini ko'tarib olishadi. Keyin o'shani qilib o'tirishadi, hech kimga bermaydi. Biz o'sha narsalarni ham to'g'rilab, potoklarni to'g'ri tuzib, bir kirganda konveyer usulida chiqib ketishiga qo'yib beramiz. Endi master deyiladi, o'zi masterlar ko'p tekstil korxonalarida oyoqchi degan должность bor. Bu o'sha ishlarni, mayda ishlarni qilib beradigan odam. Masterlarning o'zi ham oyoqchida. Bu mahsulotni oladi, unga beradi, undan oladi, bunga beradi. Anta ish tugadi deydi, u yoqqa olib, bu yoqqa beradi, mana shunaqa yugurib yuradi potok ichida. Aslida nima qilish kerak master desa, u sifatga javob berish kerak. Sifatga javob berish kerak va normaga javob berish kerak. Endi sifatni ushlagan holda normani qilib bersa, masterni bu yutug'i. Lekin uni vaqti bormi bu narsaga desangiz, yo'q, u yuk tashish bilan bor. Bu uchun korxona rahbari o'sha yig'ilish qilganda davomat yoki nima konfliktni situatsiyalarni muhokamasi bilan emas, sani pozitsiyangda, sani главный, sani funksiyang nimada? Bu menga qanaqangi foyda olib keladi? Buni qilmasang, bundan boshqa narsaga chalg'isang, bu korxonaga necha pul zarar olib keladi degan tushunchani berish kerak-da. Chunki o'sha zakon Pareto bor 80 ga 20. O'sha effektivligingizni tushunish kerak har bitta xodim. Uning uchun baribir men har safar aytaman, HR bo'lishi kerak korxonada. Chunki rahbar deb vaqti bo'lmaydi. O'sha HR yuragi bo'lishi kerak korxonani. U motivatsiya tizimini, o'sha siz aytdingiz, to'g'ri odamni to'g'ri pozitsiyaga qo'ya olish mahoratda. Bu mahorat qanaqa? Bu tug'ma bo'lmaydi, bunga o'qish kerak. Bunga o'qigandan keyin bu, как сказать, это отдельная специальность, которая обучает. То есть bizda ko'pincha super молодецlarni anaqa qilishadi, yaxshi ko'rishadi. Aslida bu hozirgi paytda effektiv emas deb o'ylayman. Uzoqqa bormaydigan narsa. Uzoqqa bormaydi. Молодец charchab qolish tezda. Da, выгорание bo'ladi, oxiri ketib qoladi. Zuhriddin aka, mana shu savdo bo'yicha ko'proq siz shug'ullanganingiz uchun sizga savol bermoqchiman. Ko'pincha korxonalarda qo'rquv bor. Masalan, men qanaqadir avtomatlashtirish, tizimlashtirish nima qilganimdan keyin, joriy qilganimdan keyin mendagi bo'layotgan kamchiliklar, moliya tomonlari ochiladi, kimgadir bunga dostуп bo'ladi degan qo'rquv bor. Bu nimani mif deymiz. Men tushunaman bu jarayonni, что anaqa dogovor qilinadi, bunga dostуп bo'lmaydi, lekin o'sha ommaga mana shu savolga javob berib ketsak. To'g'ri, korxonani ichki sirlari, bu har bitta korxonani o'zini tajribasi, klientlari qilayotgan yaxshi o'sha foydalanayotgan ishlab chiqarishdagi instrumentlarini tashqariga kimdir begona odam ko'rishni xohlamaydi. Bu narsada uchun ham biz o'zimiz shveyniy fabrikasidan chiqqanimiz uchun boshidan serverlarni, ya'ni korxonadagi ma'lumotlarni korxonani o'zida saqlaymiz. Bu narsadan xavotir olishmasa bo'ladi. Nimaga? Korxonani o'zi endi bo'lib ham ko'p, bir 80% korxonalar xo'jayinni stolini tagiga qo'yib qo'yadi server. Shu yonida turadi. Ma'lumot. Ko'tarib qochib ketsa bo'ladi. Uni hech kim anaqa qila olmaydi, ya'ni do'st yo'qligida endi. Nariga xonaga ham qo'ydirmaydi. Shu stolni tagiga qo'ysa, shu ma'lumot danitadi. Chunki yerda поставщикlar bor, mentlar bor, pul oqimlari bor. Shuning uchun shu yonda saqlashadi. Oldda bo'lgan narsadan xavotirlanishmasa bo'ladi. Lekin baribir masalan biz ko'proq eksportga yordam beramiz korxonalarga. Hozir masalan Bitutex qilganimizda muzokaralarda ishonchli fabrikalarni so'rashadi bizdan. Asli o'sha deylik korxonani полностью organizmini bilar ekansizlar, sizlardan tavsiya olsa bo'lar ekan. Tavsiya qilishdan oldin, chunki reputatsion risk bor bizda ham. Ko'pincha tavsiya qilamiz korxonalarni, jarayonda ishtirok etmaganimiz uchun bilmaymiz nima bo'lishini. Ertaga bizaga ham jabr. Ya'ni bizadan xafa bo'lishadi. Mana shu korxona agar podvodiz qilib qo'ysa, ya'ni
samolyotda bo'ladi-yu, черный yashik. O'sha yashik Pandora sizlarda ekanda, sizlardan birisi bo'lar ekan. Endi yashik bizda-yu, lekin Indiya bo'yicha biz ma'lumot tarqata olmaymiz, lekin otziv berish imkoniyatimiz bor. Ya'ni bu korxona bilan ishlamaslik degan narsa biz endi bizda unaqa hozirgi holatimizda черный spiskamiz yo'q. Chunki yo'q, biz hamma korxonalar bilan yaxshi munosabatda chiqib kelganmiz. Unaqa hozir ayta olmaymiz ham. Menda yaqinda черный spisk paydo bo'ldi. Salom aytmoqchiman Andijonlik bir ikkita korxonalarga, 3 ta korxona tushdi o'sha spiskaga. Lekin hozirgi kunda nechta aniq sifra bormi, nechta korxonaga ERP qo'yildi, Appoint ERP'si. Уже samarali ishlab kelmoqda. Bundan oldingi savolga ham javob berib ketdik. Azamat aka aytganlariga yana qo'shimcha qilib ketamiz. Xo'p, yaqinda bo'lgan keys, ya'ni yaqinda emas, dekabr oyida ekan. Xorazmda bo'lgan keys, ya'ni korxonani o'sha черный yashik deganingizga. Bizni hech kimda anaqamiz yo'q, черный yashigimiz. Yashigimiz bor, hali hech kim tushgani yo'q. Xo'p, qanaqa holat bo'ldi? Xorazmda bitta klientimiz bu ham chetga borishdi, zakaz olishga. Zakaz olishga borganlarida o'zlarini tanishtirganda O'zbekistondan deganlarida уже zakaz beruvchi yo'q, sizlar bilan ishlamayman. Chunki O'zbekistondan hali fabrikasini so'ragani yo'q, hali uni kuchini so'ragani yo'q, qanaqa mashinasi bor, qanaqa qobiliyati bor, kimlar bilan ishlagan, uni so'ragani yo'q. Yo'q, men sizlar bilan ishlamayman. Nimaga deb so'rabdi. Endi uni chiqqanlaridan keyin bizga aytib berdilar. Nimaga? Sababi interneting o'chiq bo'ladi, men seni qidirib yuraman. Zakaz qayerda qoldi, qanchasi nima bo'ldi, men seni qidirib yurishim kerak deganlarida, xuddi shu fabrika rahbari telefonlaridan mobilniy ochib ko'rsatib, mana mendagi korxonamdagi holat. Keyin u mobilniy holatni ko'rgandan keyin zakaz beruvchi, "Sen O'zbekistonda shunaqa korxona qilganmisan?" "Ha, korxona qilganman." Ko'rib, qaysi zakaz qayerda turibdi, qancha vaqt sarflangdi, qancha soni qayerda turgani bo'lib, ishonsangiz, shu yo'q atkaz olgan klientlardan korxona, ya'ni 340 kishilik korxonani 1 yillik ob'yomini olib keldilar. 1 yilga, ya'ni dekabrdan dekabrgacha tikiladigan ob'yomni bitta shu orqali olib keldilar. Ya'ni shunaqa qilib bu ERP nimaga foyda beradi degan joyga. Ekspertga qanaqa to'g'ridan to'g'ri Shunaqa. nima bo'ladi? Zo'r javob beribdi-da. Mana shu fakt bilan javob berishni o'rganish kerak ekan-da. Menga masalan O'zbekiston to'g'risida kimdir shunaqa desin. Hozirgi kunda aniq sifra bormi? Raqam nechta korxonaga ERP qo'yildi, Appoint qo'yildi, samarali ishlab kelmoqda. Bu 5 yillik ma'lumotimizni so'rayapsiz. Hozir aniq sonda ayta olmayman, lekin 100 ga yaqin, chunki jarayondagilar ham bor hozir. Anaqa ham bor. Shartnoma imzolayotganlarimiz ham bor. Shuning hisobidan oxirgi sanaganimizda 83 tani sanaganmiz. Bu yilning boshida. Ma'lum ma'lumotim bo'yicha 168 ta korxonaga qo'yilgan. ERP to'liq bo'lishi mumkin. Lekin Appoint 83 ta aniq sanaganimiz 26 ni boshida, bundan buyog'iga уже kelib qoldik biz. O'nta jarayonda hozir. Men nimaga so'radim? Oxirgi B2B'imizda ko'p reteylerlar, katta reteylerlar so'rashdiki, qaysi korxonalarda CRM ERP bor. Chunki biz o'sha aytganingizdek onlayn ulanib jarayonni ko'rmoqchimiz. Bu ishonchni oshiradi. Hozir davr talabi. Bu Rossiyadan zapros tushayotgan bo'lsa, Yevropa bu talabni anchadan buyon qo'yib kelmoqda. O'shaning uchun bizga shu ma'lumotni bersanglar, biz ham o'sha korxonalarni reyestrimizga onlayn reyestr hozir shakllantiryapmiz, kimni tavsiya qilish bo'yicha. O'sha yerga qo'shardik. Bundan 60 ga yaqini tikuv fabrikalar. 60 ga yaqin. Umumiy hisobda 100 ga yaqin bo'lgan bo'lsa, bu yerda boshqa sohalar ham bor. 100 ning ichida. Mijozlarda eng ko'p uchraydigan qiyinchiliklar qanaqa? O'sha oxirgi keyslardan aytib bersangiz, jarayonda, o'sha внедрение jarayonida eng katta qiyinchiliklar. Xo'p, o'sha asosiy buni tikuv fabrikalari yaxshi biladi. Hozir talab ishbay oylik haqiga o'tgan bo'lsa, hamma ishbayga o'tilgani uchun
qancha xodim soni ko'paygani sari hisoblashda muammolar ko'payib ketadi. Ya'ni vaqt masalasida ulgurmaslik ko'payadi. Bu katta og'riq. Bizda ham xuddi shu jarayonni qo'yishda eng ko'p vaqt sarflaymiz. Nimaga desangiz, o'sha 300 ta xodimi bor korxona deydigan bo'lsak, 200 ga yaqini aynan patokning ichiga to'g'ri keladi. Bularning har biri qilgan ishi uchun pul oladi. Endi 200 ta xodimni bir paytda onlayn oyligini yurg'izish uchun biz ham o'sha narsaga ko'p vaqt sarflaymiz, ko'p resurs o'sha joyda sarflaymiz. Qiyinchilik deb bo'lmaydi, vaqtga nisbatan ko'proq. Azamat aka, biz yaqinda 3 ta Rossiyada katta fabrikada bo'ldik, jarayonlarni ko'rdik. Ular asosan mana shu jarayonlarni ko'proq buxgalter nazorat qilar ekan. Shunaqa ularda tizim bor ekan, yechim bor ekan. Ko'proq buxgalteriyaga taalluqli. U yerda ozgina HR qismi bor. Shunaqa tizimlardan, endi uni nomini aytmaymiz, hamma bilgan tizim. Ko'pincha korxonalar adashtiradi o'sha buxgalteriyani tizimi bilan ERP tizimi. O'sha farqni tushuntirib bersangiz. Xo'p, o'zi oldindan ham buxgalterlar bu hisob kitoblarni qilib kelishgan. Nimaga desangiz, bu kadr yetishmovchiligidan kelib chiqqan narsa, ya'ni vaziyatdan kelib chiqilgan. Eng hisob kitobni kim yaxshi biladi? Buxgalter yaxshi biladi. Bo'ldi, mana shu buxgalter ishlab chiqarish qilsin. Yo'q, hozirgi zamon unaqa emas. Hozir rejalashtirish bo'limi bor, planoviy отдел, modellashtirish bo'limi bor. Bundan tashqari har bitta patoklarda masterlar bor. Patoklarning ichida yuradigan o'sha ichkarilargacha ham kirib borganmizda, faqat son chiqazish, mana tikib tursin bo'ldi degan narsalardan o'tib ketilgan hozir. Endi bu paytda ham buxgalter yordam beradimi desa, sonda yordam beradi. Lekin uni sifatini, braklarini hisobga yurg'izish, nima uchun brak bo'lyapti? Muammo xodimdami, muammo mashinkadami, muammo mexanikdami? O'sha narsalarni analiz qilish. Bular uchun u tizimlar ko'proq moslashmagan deb bilaman men. Chunki ishlab chiqarish uchun ayta oladigan narsam, biz imminni ishlab chiqarishga upor berganmiz. Skladda kimdir kelishi mumkin. Men sklad bo'yicha zo'rman sendan deyish mumkin. Men prezentovat qilmayman u narsaga. Bizni zo'r tarafimiz ishlab chiqarishni moslashtira olishimiz. Har korxona uchun alohida o'zlariga moslab turib to'g'rilab bera olamiz. Ya'ni noldan qilinmaydi, boshqa qilinmaydi. Gibki tizim yozilgan, hamma korxonamizga tushirib bera olamiz. Va ichkaridagi jarayonlarni ko'proq shaffoflashtirib beramiz. U bo'yicha ko'proq ma'lumotlarimiz bor. Masalan, kontrolda oddiy hamma shveykalarda patoklarda kontrolchi bor, OTK. O'sha OTK kontrol tekshirganning o'zida orqaga qaytarish. Hozirgi holatda qanaqa bo'ladi? Berib yuboradi, mana buni tikib beringlar, bo'ldi. U ikkita donani berdi, ikkita dona qaytishiga hech kim garantiya bermaydi. Nima uchun? Chunki sonda aniqlik yo'q. Endi bizda nima bo'ladi? Har bitta chokini kim qilgani aniq. Endi qaytarayotganda mana shu odamga qaytaradi. Endi u odam tikkan uchun pul oladi-yu. Brakdan kesib pul olmaydimi? Yo'q, uni surib qo'ya olmaydi, chunki baribir biladi o'zi qilgan. Ikkalamiz o'tirgan bo'lsak, sen bular qiluvdi yoki men qiluvdim degan narsalar yo'q o'zi. Ataylabdan bitta odamga qaytariladi va o'sha odamdan olinadi. Bu narsalar uchun biz ko'proq moslashtirganmiz shu narsa. Farqimiz shunda. Menimcha eng qiyini o'zi odam ishlatish eng qiyin jarayon, ayniqsa ayollar bilan ishlash juda qiyin deyshadi. Menimcha mana aytdi. Asosan bizda внедрение paytida, tadbiq qilish paytida ishchi xodimlar bilan muammomiz bo'lmaydi. Kam bo'ladi. Asosan upravleniya bilan muammomiz ko'p bo'ladi. Upravleniya ham qanaqa? O'rtadagi segment bilan ko'p muammoga uchraymiz. O'zi bu haqda yana aniqlar bor, keyslar bor. Nima uchun? Nimaga? Bularning sababi, ko'p muammoga sabab endi ular katta odam. Ya'ni o'zini qilib turgan, yurib turgan tizimini o'zgartirishni xohlamagan uchun. To'g'ri aytaylik, ishini olib qo'yishidan qo'rqadi. Biz nima qilamiz? Programma qo'yayotgan joyimizda, ha, bu men ish qilayotgan ishni bu qiladigan bo'lsa, men ishsiz qolaman degan qo'rquv bor. Yo'q, hech qachon biz odamlarning ishini olib qo'ymaymiz. Shu narsani osonlashtirib, raqamlashtirib beramiz xolos. O'sha narsa uchun ham ko'proq qarshilik shu hisobdan bo'ladi. Raqamlashtirish deganda qo'rquv. Ya'ni hamma ko'pchilik
qo'rqadi. Ya'ni tizimlashtirish, raqamlashtirish deganda qo'rquv bor va qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Bunaqa emas. Bu yengil jarayon. Bo'limlarga bo'linadi. Hamma narsani to'g'ri ishlatib, to'g'ri qilgan, tizimlashtirgan oqibatda to'g'ri natijaga erishiladi. Bu yerda uni qo'rqadigan joyi yo'q. Qarang, o'sha tizimlashtirish jarayoni boshlandi, dogovor tuzildi. Aytganingizdek, sredniy zveno to'sqinlik, sabotaj qilishni boshlaydi. Xohlamaydi tizim o'zgartirishni. Yechimini qanaqa qilib qilasiz? Layfhakingiz bormi? Chunki, masalan, meni nazarimda, agar men rahbar bo'lganimda, meni itak vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q, asabim joyida emas. Yana yangi tizimni o'rnatmoqchiman. Unga kichkina pul sarflamayapman. Уже ishxonamda qanaqadir nima boshlanib ketdi, qanaqadir nima deydi, yoqimsiz jarayon, menga yoqimsiz bo'lgan jarayon, yana bunga ko'proq asabiylashaman. Menga bu yoqmaydi. Bu jarayonda qanaqa yechim berasiz nimaga, rahbarga? Xo'p, bu bo'yicha asosan внедрение bo'limida men qaraganim uchun javob berib ketay. Bu yoqda muammo nimadan kelib chiqadi desa, norozilik o'zi bilmaslikdan kelib chiqadi. Ya'ni nima bo'layotganini tushunmasangiz, siz avtomatik himoyaga o'tib olasiz. Urush kim bilan bo'layotganini bilmasangiz, siz ham tayyor turasiz. Kimdir kelib qolsa, karta yeb qolmaydi-da. Shuning uchun biz har bitta odam bilan alohida individual shug'ullanamiz. Bir kunda men o'zim 2-3 martalab majlis o'tkazaman. Nimaga? Har bitta odamga tushuntiraman. Mana shu oddiy potokni ichiga kirganimda ham, potokni o'zida ham har kun 2 marta, 3 marta qaytadan tushuntirishlar beraman. Mana siz mana bunaqa qilyapsiz, menimcha qilsangiz, menimcha topasiz. Mana bunaqa qilaylik, mana bunaqa qilamiz. 2 kun ishlab turaylik, bo'lmasa 3-kun boshqa o'zgartiramiz. Men bilan gaplashasizlar. Nima udar bo'lsa, men tayyorman. Men bilan gaplashaverasizlar. Oyliginglar kamayib qolsa, men to'lab beraman. Degan narsalargacha olib boraman. Chunki bu tushib qolmasligi, ob'yomi tushmasligi aniq. Biz o'sha narsalarni ularga tushuntirib, ularni negativga o'tirib olmasdan bo'ladigan ishni ham teskariga qarab yurishiga olib bormasligimiz kerak. Upravleniyada ham xuddi shuni. Ular bilan ham tushuntirib, qaysi joyini raqamlashtirib berayotgan bo'lsak, o'sha joyda nima natija olishini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni boyaga aytganimdek, seni ishingni olib qo'yamizmi? Seni ishingni yengillashtirib beramiz. Buning natijasida manba har kun 1 soat vaqt ajratib, Telegramga yozib, rahbarga jo'natadigan отчетing bitta klikning o'zida bo'ladi degan narsani ko'rsatib beramiz. Qizig'i, bizga boshida ko'p qarshilik qilgan odam oxirida biza bilan eng ko'p ilm oladi va eng ko'p natijaga erishib, biza bilan eng yaqin odam shu bo'lib qoladi. Unaqa demay, hamma qarshilik ko'rsatmanda. Fursatdan foydalanib agentlikka murojaat qilmoqchi edim, Yengil sanoatni rivojlantirish agentligiga. Chunki shunaqangi murakkab yangi tizimni joriy qilish o'zi emas, bunga ko'p vaqt, energiya ketadi. O'zi nimada bunaqa specialistlar juda katta pulga qilishadi. Mana shu tizimlashtirishi o'zini-da, boshda aytganimdek, qanaqadir biza yengil sanoatni birlashtiradigan yilda 1 kunni qilib, shunaqa sohaga o'zini vaqtini, umrini ketkazayotgan insonlarga menimcha qanaqadir premiya berishimiz kerak. Mana hozir men sizni eshityapman, men o'zimni tasavvur qildim. Agar o'zingiz unga foyda bermoqchisizda, unga foyda berib, yana gap eshitasiz, yana bir sabr yutib, klient prav deb, endi bu qanaqadir bo'lib qoladi. Bizda spetsifический o'zbekona biznes qilishda men juda qiynalyapman, sekin o'rganyapman bu narsaga. Chunki o'zi foyda berayotgan bo'lsam, yana сопротивление bo'layotgan bo'lsa, vaqtim ketyapti. Yana shuncha vaqtingiz ketganidan keyin orqa-orqadan qanaqadir negativ eshitsangiz, men borib urib kelardim unaqa insonlar rostdan hamda. O'shaning uchun menga yaqinda sabrlimiz. Urmishlarmi? Вот. Jarayonlarni praktikalar zo'r bo'ladi-da baribir. Bu teoriyani, bu praktikani hech qayerda o'rgana olmaydi. Juda ham ценный знаниялар bo'ladi. Вот. Дальше savollarimiz. Qanaqa tendensiyalar, trendlar ko'ryapsizlar? Mana shu sohada qanaqa 3-5 yilda o'zgarishlar bo'lishini prognoz qilsak bo'ladi? Hozir 3 yilni ham prognoz qilmaydigan holdamiz shekilli, chunki rivojlanish juda tez. Endi hozir ko'rayotgan narsalarimiz уже robotlar kirib kelishni boshladi.
o'sha trendlardan orqada qolmagan holda endi biz hozir sun'iy intellektni внедрять qilayotgan bo'lsak, shu tez orada robotlar, kameralar, o'shalarni hisobi bilan ham qanaqadir foyda berish, ya'ni anaqasida yuribmiz. Masalan, OTKlarni inson faktoridan olib tashlab, deylik, robotlarga o'tkazish. Nimaga olib tashlab deganda, bu kadrlarni qisqartirish yo boshqa ma'noda tushunishmasin, bu korxonani katta shtraflardan qutqarib qoladi degan narsada. O'sha kameralar qo'yib turib, OTKlarni tekshirish, o'sha narsalar bo'yicha 2-3 ta startaplar уже O'zbekistonda chiqishni boshladi. O'shalar bilan hamkorlikni gaplashyapmiz, lekin hali test jarayonigacha ham kela olmadik. No, bu yaqin orada уже boshlanadi degan umiddaman, chunki rivojlanishimiz juda tezlashgan hozir. Azamat aka, masalan, korxona 5 yil oldin ERP tizimini qo'ydi. Sizlar qanaqadir zo'r yangiliklar tatbiq qilyapsizlar. U ham o'sha tizimiga joriy qilsa bo'ladimi? Xo'p, hozir biz o'sha support deymiz, ya'ni texnik qo'llab-quvvatlash obunamiz bor. O'sha obunamizga ulangan har qanday korxonaga biz yangilikni hozirgacha tekin beryapmiz. Chunki 5 yil bo'lgan bo'lsa ham biz hali ham startap deb o'zimiz bilamiz. Shuning uchun har qanaqa yangiligimiz ularda ham bor. Endi supportdan uzilgan bo'lsa, qaytadan ulanishga ozgina resurs sarflanadi. Buni qilsa imkoni bor. Support deganingizda, masalan, men tushunishim bo'yicha ERP ni mana dogovor qilindi, sotib olindi, o'sha kerakli uskunalar qilindi, внедрение qilindi, keyin chiqib ketasizlar o'sha korxonadan. Qanaqadir oylik podpiska yoki texpodдержка bormi davomiy sizlarda? Korxonani qo'yib berganimizdan keyin 1 yillik, 1 yilligida hozir 6 oylikka tushirdik. O'sha 6 oylik tekin supportimiz bor. Qo'llab-quvvatlash, bu 6 oy davomida har qanaqa muammoga yechim berib va kerak bo'lsa korxona hududiga ham qaytadan borish anaqamiz bor. Lekin undan keyingisi oylik obuna sotib olishadi. Qiziq bo'lishi mumkin, nimaga 1 yillik supportni, tekin supportni 6 oyga tushirdinglar degan savolga. Nimaga? Oldingi, ya'ni 5 yil oldingi korxonalarimizni 1 yilgacha, masalan, birinchi 2 oyda juda ham ko'p savol bo'ladi. Keyingi ikkinchi 2 oyda sal kamroq savol bo'ladi. Shunaqa qilib 6 oy, 7 oy, 8 oy savol bo'lib turardi. Oxirida o'sha savol bo'lmay 9-10 oy, 1 yil bizga texpodдержкаga yetardi bepul qilib berishimizga. Hozir ko'p o'sha kadrlar yaxshi kirishi, programmani ko'p joyi takomillashtirgani uchun 6 oydan gacha o'sha savollariga javob olib, o'sha внедрениeni asoratlab bu yoqda yopib bo'lishadi. Ya'ni 1 yilgacha cho'zilmaydi. Shuning uchun biz 6 oy qilib uni tushirib qo'ydik serverga. Ya'ni nimaga biz sotib olishimiz kerak deyishsa, bu o'sha har doimgi обновление birinchisi va xodimlar alishganda muammo bo'ladi ko'pincha. O'sha xodimlar alishgan paytda bizni support komandamiz ularni qo'llab-quvvatlab turishadi, ya'ni o'rgatadi. Deylik, yangi qurilma qo'ysa, uni ham qanaqa programmaga moslashtiraman yoki qo'shaman deydigan bo'lsa, uni o'rgatib turishadi. Azamat aka, men bu производствоda ham yoki masalan mana shu uslugada ham пропускная способность bor. Oyiga nechta korxonaga ERP yangi korxonaga qo'ya olasizlar? Endi hozirgi holatimizda 8 ta 10 tagacha qo'ya olamiz. Ya'ni shunchalik katta bu komanda уже. Yo'q, tizim yaxshiroq deylik. Komanda juda unaqa 10 ta korxonaga moslashmagan bo'lsa ham, lekin tizim to'g'riligini hisobiga bolalarimiz juda tez o'rgatib, внедрять qilib olishadi. O'zimizda ham onboardinglar bor. Har bitta bola nima ish qilishi, qancha vaqt kutadi, qancha vaqtda javobini olish kerak degan narsalar bor. Undan tashqari endi hozir bola o'qitayotganimiz tayyor bo'lishi bilan bu oydan oyga oshadi. Chunki korxonalar olib qolgani olib qoladi, olib qolinmaganini biz yana yangi korxonalarga PMlarimizni kiritishni boshlaymiz. Zuhriddin aka, savdoda ko'proq siz muloqotda bo'lganingiz uchun sizga savol bermoqchiman. Mana qarang, bizga ham ko'p zaproslar kelib tushadi. Har xil bizda ham xizmatlar bor. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'zingizni ishlash jarayoningizni qarab chiqargansizda, kim bilan ishlashni xohlaysiz, qanaqa odamlar bilan ishlashni xohlamasligingizni o'zingiz uchun bilib olar ekansiz. Chunki hammada ham
o'zimizga yarasha vaqtimiz chegaralangan, resursimiz, nervimiz ham chegaralangan. Siz uchun eng ideal klient qanaqa bo'lishi kerak? Ishlashni xohlamaydigan toifalar bo'ladimi shunaqa? Qanaqa odamlar ular? Qanaqa rahbarlar? Biz uchun ideal klient bor muammosini uyalmasdan ayta olgan klient. Ya'ni agar men yaxshiman, men bilaman, men zo'rman, men shu sohada 10 yildan beri yuribman degan klient bo'lsa, u bilan ishlash qiyinroq. Qanaqa ma'noda? Yechimda masalan kam. Masalan 10 ta muammosi bor, 2 ta muammosini aytadi, yechim beramiz. Yechim berganimizdan keyin 2 ta muammosini aytadi. Yana yechim beramiz, yana 2 ta muammosini aytadi. Bular bilan ishlash sal qiyinroq, vaqtni ham oladi. Lekin bittada borganda 10 ta muammoni aytilsa, biz o'sha boshidan shunga tayyor struktura tuzamiz korxonada. O'shanga to'g'rilab turib, keyin tizimlashtiramiz. Ular bilan ishlash osonroq. Nega unaqa bizada, masalan, doktorga borganda, masalan, kabuto bo'lmas stomatologga borib, og'zimni yopib o'tirgandek holatda bu holati. Nimaga unaqa haligacha bizada понятие shunaqa? Kimdir aytuvdi, bu tizimchilar urolga o'xshaydi deb. Shunaqa joy ham bor. Endi hammada ham bo'lsa kerak, o'sha o'zini og'rig'ini men eplolmayapman degandek tushunishadi deb o'ylayman men. Masalan, bu uyalish emas, menimcha, bu egoni belgisi. Baland egoni belgisi. Endi o'sha aytganlaridek eng kuchli biz xohlaydigan, ishlashni xohlaydigan odamlar bular katta qismi o'sha bilim olishga yoki yangilikka qilishga, o'sishni xohlaydigan odamlar. U odamlar bizdan maksimum foydalanadi, maksimum natija oladi. Biz ham u odamlardan yaxshi ilm olamiz. Ishlamaydigan odamlarimiz og'riq odamlar ishlamaymiz, charchadik. Majbur hamma yog'ini bosib ko'rib, og'riyaptimi deyishdan charchadik. Yaqinda bitta qiziq ma'lumot o'qib qoldim. Alsgeymer kasalligi juda ko'p ommalashib ketgani uchun o'sha tavsiya qilishdi olimlar. Agar odam har doim в позиции ученика, ya'ni o'quvchini pozitsiyasida bo'lsa, shunchalik, оказывается, uni уже isbotlashdi, bu faktni, Alsgeymer kelishini cho'zar ekan. Ya'ni Alsgeymer tezroq kelishini xohlamasanglar, egoni pasaytirib, yangi narsalarni o'rganinglar. Mani tavsiyam shunaqa. Вот. Дальше. Tizimda, o'sha ERP tizimda rahbar uchun hozirgi kunda mana ko'p yengilliklar tatbiq qilgansizlar. Rahbari eng sevimli funksiyasi qanaqa? Men o'zim ham upravleniyada bo'lganim uchun men nazdimda finans deb o'ylayman. Chunki pulni oqimini ko'rib turish bu rahbarga ham zavq beradi, ham ideya beradi. Motivatsiya beradi va o'sha analiz qilish uchun eng zo'r nuqta deb bilaman bu narsani. Bu o'zi har bitta kichkina rahbar uchun ham bu anaqalarimiz bor. Nima deydi? Har bitta odamlar uchun alohida otчетlarimiz, masalan, planovik uchun eng zo'r nima desa, unga patoklaridagi mahsulotlar. Ya'ni ishlab chiqarish jarayonini ichida qancha mahsulot bor degan narsa, bu bilmayman, bu asr og'rig'i bo'lsa kerak. Bu har doimgi muammo, chunki kiraveradi to'xtamasdan, chiqishda sekin. Lekin общий qancha mahsulotimiz bor ichkarida degan narsaga savollar topisha olmaydi. Lekin biz planovikka oddiy bitta otчет bilan shu narsani ko'rsatamiz, bu juda ham qarorni tezlashtiradi. Ya'ni xulosani juda tez qabul qilasiz. Qaysidir mahsulotingizni eksportga chiqarish yoki boshqa narsalarni, mana tayyor degan narsalarni bezovchilik kirgizib yuborish, masalan, yoki qaysidir etapga kelganda xomashyosini tayyorlab turish degan narsalarda juda tez qaror qabul qilishga yordam beradi. Menimcha shu sizni gapingizdan yana bir insight keldi. Ya'ni masalan yangi modellarni taklifi keldi, buyurtma keldi yangi modellarga. Agar korxonada tizimlashtirilgan bo'lsa jarayonlar,
yengillik qilish oson, masshtabga chiqish osonroq, chunki уже buyog'i ishlab turibdi. U ko'rib turibdi, rahbar ko'rib turibdi, yangi narsani qilish jarayoni osonroq deb o'ylayman. Ikkinchi narsa ko'rdim bu yerda bo'lishmoqchiman, risk management degan narsa. Qachonki siz aktual xolis raqamlar bilan постоянно ko'rib tursangiz, qaror qabul qilishingiz точный bo'ladi, aniqroq bo'ladi va risk managementda shunda ushlab turgan bo'lasiz. Ya'ni juda pluslari katta bu narsani. Men juda ham xohlardim, buni davomiy yoritishimizni xohlardim. Chunki bu tekstil sohasi shunaqaki, alohida ishlaydigan, alohida samara beradigan nimalar yo'q aslida. Masalan, marketing u savdo bo'limiga bog'liq. Savdo bo'limi ishlab chiqarishga bog'liq. Ishlab chiqarish o'zi kompleksni bu HR management tizimiga bog'liq. Management tizimi rahbarning mindsetiga bog'liq. Chunki mana boshida siz aytdingiz, korxona rahbari o'zi zaprosi qanchadir vaqt strategik narsalarga bo'shashi zapros bo'ladi, ERP tizimini o'rnatishda. Lekin men bitta narsa bilan duch keldim. Qarang, agar skrytые, неосознанные выгоды deymiz. Endi o'zbekcha bu qanaqa bo'ladi? Ongsiz ravishda o'zini manfaatli nuqtalari bo'lar ekan mishleniyada, rahbarda. Ya'ni, masalan, bizani o'zbek erkaklarimiz nimaga o'rgangan? Ertalab turdi, ishga borib, agar egosi baland bo'lsa yoki qanaqadir travmasi bo'lsa, yoshlikda ko'p gap eshitgan bo'lsa, kimlarga baqirib maza qiladi. Yokida baqirmasa ham, samotsenkasi normalniy bo'lsa ham, korxonaga kelib, hammaga yordam berib, hamma proseslarda ishtirok etib, o'zini anaqasini, kerakligini his qilib turishi unga zavq beradi. Buni anglamaydi gohida. Bu skrytый nimalar bo'ladi, pozivlar. Siz masalan kelyapsizda, mana bizda shunaqa keys bo'lgan. Kun davomida mana 8 soat siz ishga o'zingizni bahs qilar ekansiz. O'shadan 4 soatda mana sizga bo'shatib beramiz. Men bu omillar hisobiga, tizimlashtirish, raqamlashtirish hisobiga u odamda boshqa problema boshlandi. O'sha 4 soatda qayerga sarflashni bilmay qoldi u odam. Keyin biza u bilan coaching qilib, ular bilan coaching qilganimizda o'sha 4 soatni yozib chiqdik. O'shaning uchun sizlarga ham lifehack bilan bo'lishmoqchiman. Sizlardan ham ko'p narsa o'rganaman. O'sha yerga borayotganda o'sha nima uchun unga vaqt kerak. Shuning uchun mindsetida juda ko'p gap bor. Mishleniyasida ko'p gap bor. Agarda o'sha korxonaga borganingizda sizga qo'shimcha vaqt nima uchun kerak? Davaychi o'ylab ko'ramiz, qanaqadir orzularingiz bordir. Keyinga qoldirayotgan planlaringiz bordir yoki oilangiz bilan qaysidir mamlakatga ketmoqchi bo'lgansiz, haligacha ketmadingiz. Mana bu ERP tizimni qo'ying. Keting. Tajribadan kelib chiqib, men maslahat bergan bo'lardim oilasiga vaqt ajratishni. Chunki ko'p ishlab chiqaruvchilar o'zi uyga borish bilan muammosi-da, hali ya'ni uydagilar bilan, bolalar bilan, ya'ni bolalar ham katta bo'lib qolgan. Ya'ni uydagi oila a'zolari bilan ujin qilib, xotirjam, ertalab zavtrak qilib, xotirjam. Bu narsa xotirjamlik, menimcha, oilaning davrasida o'zi kerak. Ko'p korxonalarda endi eshitamiz, bilamiz, o'rtoqlar bilan ko'rishish, sinfdoshlar, to'y hajam, bunaqa narsalardan sal ishlab chiqaruvchilar o'zlarini shu ishlab chiqarishga umrini tikib, ulardan sal qochib qolishadi. Zuhrin aka, hozir xotirjamlik to'g'risida gapirdingiz. Ko'p kuzataman, ish yili juda ham qiyin, stressivoy. O'zi sotuv juda stressivoy bo'lim bo'ladi. Qanaqa badlar ichasiz yoki magniy ko'p ichasizmi? Umuman stress holatda ko'rmaganman sizni, to'g'risini aytish kerak. Bu xarakter shunaqami yoki bu sizni vyboringizmi yoki shu bo'lishsiz shu lifehack bilan? Asosan ya'ni uстановка отдела внедрениyaga ishonaman. Klientga ham ishonaman. Men aytmoqchi bo'lganim, agar klient qaysidir jarayonini
nimadir noto'g'ri tushunsa, programmani va ishlab chiqarishni tushunganimiz uchun xotirjamman. Nimaga? Men qayerda nima muammo bo'layotganini bilaman. Shuning uchun bu narsaga bilmasdan turib unga baqir-chaqir unaqa emas. Xotirjam, qayerda klient noto'g'ri yoki qayerda ustanovka отдели noto'g'ri. Shuning uchun ham har bitta klientimiz bilan topshirish jarayonida birga o'tiramiz. Ya'ni men klient tarafga o'tiraman, ustanovka отдел qarshimda bo'ladi. Men ulardan proyekt qabul qilib olaman. Men ishonaman ustanovka отделiga ham, klientga ham ko'p taraflarida bir tarafda bo'lamiz. Tushundim. Xulosa shundaki, partnyoringiz shunaqangi nima til bo'lishi kerak ekanda, ishonib ularga topshirsangiz, значит, men hozir asabiy bo'layotganim o'sha partnyorimda ekan. Nima? Kasbingizni ham sevishingiz kerak. Bu siz ham bo'lmaydi. Da, sevish kerak. Oxirgi savolim, ko'p nimada eshitamiz, Appoint to'g'risida ko'p eshitamiz. Ommaviy o'zi tanilgan brend bo'ldi. O'zi Appoint degani nima degani? Men tushunishim bo'yicha .a. To'g'rimi? To'g'ri tarjima qildimmi? Ma'nosi nima? Nima sababli shunaqa ishonch qozondinglar? Xo'p, ma'nosini nima aytib ketay? O'zi Appoint'da ma'nosi в принципе jam ma'noli deb bo'lmaydi. Biz o'sha 2017-18-yilda bitta xonada o'tirib nima qilamiz deb kechqurun soat 11-12larda A nuqta, ya'ni eng yuqori nuqtani nazarda tutib, просто point, ya'ni yuqoridagi nuqta nazarda olganmiz va shu nom bilan ketganmiz. Klientlarga tanilganingizni endi siz aytasiz. Nimaga point ko'p tanilgan savolga biz ishlab chiqaruvchilarni bilan ko'p to'lqinida bo'lganimiz uchun bo'lsa kerak. Chunki hozir ham 5 yil oldingi gaplashgan klientlar bilan hozir ham gaplashib suhbat turamiz. Sotib olishmagan bo'lsa ham. Sotib olishmagan bo'lsa ham, ya'ni proyektni olishmagan, tizim qo'yishmagan bo'lsa ham tizimlashtirishda, lekin hozir ham ko'pchilikka onlayn telefon orqali ham buni bunaqa qilsa bunaqa bo'ladi degan savol-javoblar qilib turamiz, gaplashib turamiz. Maqsad hammaga yaxshi bo'lsin. Biz ham ko'p ilmni производствоda olganmiz. Ya'ni agar biz bitta производствоni o'zidan ilm olib chiqdik desam, bu xato bo'ladi. Chunki o'sha olib chiqqan ilmni takomillashtirish uchun hozirgi kunda mana 100 ga yaqin proyektga qo'ygan bo'lsak, 200 dan ortiq, 300 ga yaqin proyektda audit qilganmiz. 400 dan oshiq korxonaga kirib chiqqanmiz. Shu korxona rahbarlari bilan ko'rishganda bir-birimiz esimizda qoladigan suhbat bo'lgani uchun esda qolamiz. Zuhriddin aka, mana kuzatuvchilarga aniq bo'lishi uchun, masalan, ular ERP tizimi tanlash jarayonida hozir biza davlat tomonidan ham subsidiyalar, kompensatsiyalar berilyapti. 2026-yil uchun bu imtiyozlar bor. Keyingi yil bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz. Ko'plar tushunmagan narsadan qo'rqishadi. O'ylayman, umid qilaman bu intervyular, mana bu podkastlarda ancha tushunchaga ega bo'lishadi kuzatuvchilar va kuzatuvchilar masalan tanlayotgan jarayonda qaysi 3 ta omilga e'tibor berish kerak? Birinchi omil bu tajribaga e'tibor berish kerak. Ikkinchi omil soha. Shu soha mutaxassisligi. Tajriba bu masalan necha yildan beri bozorda qancha korxonaga o'rnatilgan shu sohani mutaxassisiman. Ya'ni shu sohani mayda detallarigacha bilishadimi. Uchinchi omil bu hozirgi kundagi ya'ni kirib kelayotgan yangi texnologiyalarda o'sish, kompaniyani o'sish darajasi, ya'ni yangi kelayotgan masalan sun'iy intellekt ya boshqa masalan kameralardan data olish, bu narsalarda e'tibor berishimiz kerak, chunki hozir kundan kunga yangi narsa kirib keladi. Bu narsaga kompaniya moslashish qanaqa darajada? Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Men shu spiskaga o'zimdan o'zimni praktikamdan kelib chiqib 4-omil qo'shgan bo'lardim. Chunki men shu 2 yil
oldin qaytib kelgan bo'lsam O'zbekistonga o'sha yerda chetda o'rgangan texnologiyalarni, tushunchalarni tatbiq qilish juda oson bo'ladi deb o'ylaganman. Buni hamma bilishi kerak, bu oddiy narsa deb o'ylaganman. O'sha o'zbekona bizga xos sabr bilan buni tushuntira olmaganim uchun сопротивление bo'lgan. Ya'ni tushuntira olmaganman. Ya'ni bu tizim zo'r bo'lishi mumkin, hamma narsasi bo'lishi mumkin, yangi featurelari bo'lishi mumkin, lekin u narsani tatbiq qilib sabr bilan nima qilish, tushuntirib bera olish bu mahorat. O'ylaymanki, baribir O'zbekistonda mana hozir chetdan mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha ham programmalar bor. Oldingi 2 yil oldin men shunaqa fikrlardim. O'zbekistonga chetdan spetsialistlarni olib kelish kerak. O'shani nima derdim, shunaqa tushunchada bo'lganman o'zim ham. Hozir umuman bu to'g'risida fikrim o'zgardi. Nimaga? Chunki spetsialist zo'r bo'lishi mumkin. Agar bizning mentalitetni, bizning особенностьlarni, ish qilish, biznes qilish особенностьlarini tushunmasa, juda qiyin. Bu nima deydi? Yurib ketishi, samara berishi korxonaga juda qiyin ekan. O'shaning uchun tavsiya qilardim, o'sha IT решение bo'ladimi, marketingoviy решение bo'ladimi, baribir boshida o'sha bazaviy fundament qurayotganda o'zimizni spetsialistlar bilan ish qilganni tavsiya qilardim. Endi bu o'zimdan tavsiya. Chunki muloqot ham osonlashadi, bir-biriga yaqin, lokatsiya ham rol o'ynaydi, to'g'ri aytasiz. Chunki masalan o'sha даже marketologga chetdan jalb qilishni ko'p xohlashadi. U rus tilida gapirsa yoki ingliz tilida gapirsa, mindsetimizni bilmasa, u malaka oshirishda chaqirish kerak. Lekin men bu osnovani qurayotganda, strategiyani, marketingoviy strategiyani qilayotganda bizani bozorni ichidan biladigan, to'sqinliklarni, qanaqadir особенностьlarni ichidan biladigan mutaxassislar bilan ishlash kerak deb o'ylayman hozirgi kunda. Savollarim o'zi 30 ta dona edi. Vaqtimiz yetmaydi deb o'ylayman. Keyingi podkastlarga agar vaqt topib kelsanglar, o'ylayman bu ko'pchilik uchun samarali bo'ladi. Kelganinglar uchun rahmat. Agar yana qo'shimcha bo'lsa yoki murojaatinglar bo'lsa korxonalarga, o'sha kuzatuvchilarga marhamat aytishinglar mumkin. Xo'p, avvalambor chaqirganingiz uchun rahmat. Sohani ichida bo'lganimiz uchun fikrlarimiz bir joydan chiqdi deb o'ylayman. Va biz ham ancha og'riqlarimizni aytib oldik. Korxonalarni ham og'rig'ini aytib oldik degan umiddaman. Og'riq deb hozir endi yangi tushunchalar bo'lgan. Ya'ni bizni o'sha kuzatayotgan odamlarga endi maslahat, tavsiya bu. Har kuni qilinadigan ishlar, bu biznes tizimlashtirish bu juda ham katta narsa emas. Har kuni qilinadigan ishlar, oddiy ishlar, faqat bularni to'g'ri bo'lib, to'g'ri tushunib, to'g'ri qilinsa juda ham oson narsa. Endi biz ko'p korxonaga kirganimiz uchunmi osondek ko'rinadi. Lekin birinchi marta biz bilan ishlagan xodimlarni ham tushunib, ozgina vaqt ajratib, ozgina qilsa uncha oson yechib chiqib ketsak bo'ladi. Hozirda o'zida zo'r ideya keldi. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan niyatdaman. Tizimlashtirilgan korxonalar klubini qilsak, nima deysizlar? Chunki ular tizimlashgan, ancha mindseti o'zgargan, boshqa bilimlarni olishga tayyor. Nima deydi, korxona ham tayyor. Ertaga ular bilan chiqib qayerdadir xalqaro bozorlarda, plashatkalarda pozitsionirованiyamizni to'g'ri qo'yish ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Agar ma'qullasanglar, mana shunaqa klub ochsak. Ma'qul, yaxshi bo'ladi bu narsa, chunki ishlab chiqaruvchilar ham tizimda ko'p o'zgartirishlar xohlashadi. Bunaqa bo'lsa, mana boshda birinchi tizim qo'yishadi, programma qo'yishadi, raqamlashtirildi, yaxshi. 3 oydan keyin
qaysidir chet davlatga chiqib kelishadi, to'xta, buni qo'shaylik deyishadi. Bu narsalar uchun bitta klub bo'lsa yaxshi, chunki o'rtada fikr almashgan. fikr almashib va maslahatlashib, baribir qancha birlashsak, qancha yaxshi bo'lsa, bu O'zbekiston uchun namancha yaxshi. To'g'ri aytyapsizlar. Masalan, o'sha tizimlashgandan keyin korxonalarni katta kichikligida farq bor. Tizimida farq bor. Endi tizim degani o'zi nima? Standartlar. Demak, biz standartlarga tushirdikmi, уже hammani mindseti bittaga to'g'rilandi, bitta relsga tushib oldi. Endi ularni bir-biri bilan gaplashadigan gapi ham bir xil bo'ladi va birga o'sish tezroq bo'ladi degan qarash bor. Azamat aka, xo'p desangiz, bu g'oya bo'lib qolmasin-da, ideya bo'lib qolmasin-da, уже keyingi juma kuni biza imkoniyatimiz bor, chiroyli joyimiz bor. O'sha Bobur parki to'g'risida kutib qolamiz. Agar xohlovchilar bo'lsa, ayniqsa o'zingizlarning spiskinglardagi odamlar bo'lsa, jalb qilib bersanglar, o'sha bitta tadbir qilib, ham marketing to'g'risida gaplashamiz, ham yangi bozorlar. Menga masalan ko'p hozir Italiyada, Yaponiyadan takliflar bor. Ularni muhokama qilsak, birgalikda qanaqadir tayyorgarlik ko'rib, birgalikda ishlasak. Xohlovchilar izoh qoldiringlar. Menejerlar chiqib sizlarga batafsil hozir strukturasini отдельно gaplashsak, o'ylayman zo'r natijaga erishamiz. Tizimlashtirilgan korxonalar klubi. Boshqacha balkim сокращение qilarmiz. Lekin ma'nosi shu bo'ladi. Yaxshi. Hozir o'zida gruppa ochib yuboringlar. Rahmat. Rahmat katta. Sog' bo'ling, baraka toping.